Bismillahirrahmanirrahim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-qism. Yagona yaratquchi. 130-bet İslam aqidasining ahamiyati va roli. Shubhasizki, İslam aqidasi musulmonning shaxsiyatini qurib chiqishdagi asosiy uldur. U insonning his-tuyg'ularini harakatga keltirguchi, hayotdagi g'oyasini bekitib berguchi zarur energiya hisoblanadi. U insonni yaxshilikqa va to'g'riliqqa yetaklaydigan, ziyonliq va buzuq ishlardan o'z ixtiyoricha qo'l uzishga yordam bera oladigan birdan-bir ma'naviy rahbardir. Darvaqa, musulmon bo'lmagan nurg'un tadqiqotchilarmi din va aqidaning insonni boshqarish va yetaklashdagi rolini tunib yetgan bo'lib, ular ideologiya nomi ostida tashviq qilib, kishilarga bu nuqtani his qildirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, hech bir ideologiya sistemasi islom aqidasi yetgan cho'qqiga yetolmadi. Bundaq bo'lishining sababi, islom aqidasi insonda faqat e'tiqod sistemasi barpo qilib qolmay, balki uning vujudida tangdishi yo'q bir ruhni, ya'ni iymon ruhini barpo qiladi. Bu ruh orqali inson o'ziga hayot bergan, rizqlantirgan va o'zini parvarish qilgan Rabbini taniydi. Uningga bo'lgan ishonch va sadoqati ruhiga asoyishlik, qalbiga xotirjamlik elib keladi. Bunun bilan o'zini yaratgan qudratli zotning hamisha o'zini ko'rsatganligini, himoya qilganligini, sinaydiganligini biladi va uning ko'rsatgan yo'li bo'yicha yashashni, roziligiga erishishni ko'zlaydi. Qalbga chunqur o'rnagan iymon kishiga hayotda o'zining yolg'iz emasligini, uni parvarish qiladigan, qiyinchiliklarni osonlashtirib, haqiqiy baxt saodatlik hayotni ato qila oladigan yagona zotning mavjudligini eslatib turadi. Eng muhimi, bu iymon insonni Allohdan o'zga har qanday jonliqqa sig'inish va qulchilik qilishdan ozod qilib, yolg'iz qudratli zotga qulchilik qilish sharafiga ega qiladi. Imom Yusuf Qardaviy mundaq deydi: Allohga qulchilik qilish qalbni saxta ilohlarga qul bo'lishdan ozod qiladigan, Allohdan o'zga har xil ma'budlarga garchi ko'rinish va shakl jihatdan erkinlik bergandek ko'rinsa-mu, amaliyotda kishilarni o'ziga qul sanab, ularni eng ig'ir darajadagi qulluqqa va bo'y egishga mahkum qilgan tag'utlarning har qandaqiga itoat qilish va bo'ysunishdan ozod qiladigan yagona yo'ldir. Chunki inson qalbining biror yaratquchiga, biror ilohga o'zini bag'ishlaydigan, intiladigan va roziqini ko'zlab amal qilishga turtki bo'ladigan biror ma'budga tabiiy muhtojligi bor. Navoda u ma'bud degan Alloh bo'lmaganida inson boshqa ilohlarning yoki qandaqdir ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan yoki bo'lmaydigan, aqlga sig'adigan yoki sig'maydigan, mavjudligi aniq yoki noma'lum bo'lgan turli ilohlarning va allaqandaq arboblarning asriga aylanib ketadi. Undaq bo'lib ketmagan taqdirdami, havo, havas va xayollar qaynamida yashab o'tib ketadi. Demak, Alloh taologa xolis qulchilik qilishning o'zi amaliyotda erkinlik va o'z-o'ziga xo'ja bo'lishning yo'lidir. Bir aql inson uchun ilib aytganda, a'zolarini bijirim, qomatini tuz qilib yaratgan Parvardigoriga ibodat qilish va uningdan boshqa narsalar yoki shaxslarga cho'qinib, ularga qulchilik qilishni orqaga tushirib tashlashidan ortiq sharafli ish yo'qdir. Shundaq, aqida nafsini har qanday shayning kontrolidan xalos qiladi. Allohga bo'lgan e'tiqod va iymon deganlik foyda va ziyon faqat uning ilkida bo'lgan marhamatlik va shafqatlik buyuk zotning haq va rostligiga itoat qilish deganlikdir. Bu xil aqidaga ega bo'lgan inson hamisha Rabbining rahmatini umid qilib, g'azabidan ogoh bo'ladi. Uning xohlagan kishiga hisobsiz rizq va mulk ato qilsa, yana xohlagan kishidan ato qilganlarini tortib ola oladigan qudrati borligini asla esidan chiqarmaydi. Mana shunday qudratga ega zotga bandachilik va qulchilik ko'rsatgan kishi albatta har qanday yaralmish mavjudlikning qo'l ilki ostida bo'lishdan o'zini tortadi. O'zining o'r insonligining haqiqatini tesib yashaydi-da, Allohdan o'zga har qanday shayga yelinish va iltijo qilish, ulug'lash va sig'inishdan jismiy va ruhini ozod qilib, bandalik qilishga tegishli zotga sig'inadi va uningga qulchilik qiladi. İslam aqidasi insonga bag'ishlaydigan bu xil olijanob ruh uning erkinlik dini deb ta'riflanishdagi haqiqatni gavlandirguchi xoslik bo'lib, islom dini bu nuqtada o'zining ana shunday ta'riflanishiga munosib bir din ekanligini namoyon qilgandir. İslam aqidasining musulmon shaxsga ko'rsatgan ta'siri yuqoridagidek ifodalanib qolmasdan, u yana sog'lom jamiyat qurib chiqishda muhim ahamiyatlarga ega. Chunki shaxsni isloh qila olgan bir aqidaning jamiyatni isloh qila olmasligi mumkin emas. Shaxsning isloh bo'lishi jamiyatning isloh bo'lishini, shaxsning buzilishi jamiyatning buzilishini keltirib chiqarganidek, islom aqidasi shaxsni yuqoridagidek isloh qilgan ekan, jamiyatni isloh qilishga yaraydiganligida albatta shak yo'qdir. İslam aqidasining jamiyatga qarata ko'rsatgan gavdalik ijobiy ta'sirlaridan biri tavhid aqidasiga ega musulmon jamiyat qurib chiqishdir.
Bu xil jamiyat ma'lum to'pga tava bo'lib, yana ma'lum to'pni yaklashdan, ma'lum qabilaga bog'lanib, yana ma'lum qabilani chetga qaqishdan yoki ma'lum millatga xoslanib, yana ma'lum millatni o'zini chetga elishdan saqlanadi. Hamma o'xshash va barobar holatda bir Xudoga e'tiqod qiladi, bir qiblaga yuzlanadi va o'xshash shaklda ibodat qiladi. Mana bu orqali musulmonlar jamiyatida o'zaro inoqlik va birlik shakllanadi. İslam aqidasi yana jamiyatda barobarlik, erkinlik va to'g'ri fikr andisini o'rnatadi. Bundaq bo'lganda, jamiyat tartibi qo'llanib qolmay, har kim o'zi xohlagan dinga e'tiqod qilish va shu bo'yicha yashashdek diniy va ijtimoiy erkinlik, barobarlik ish qo'shadi. Dinda zo'rlash yo'qdir. Shaksizki, hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Baqara surasi 256-oyat. İslam aqidasi umumlashgan jamiyatda Allohning qonuni oldida hammalar barobar muomalaga erishadi. Jamiyatda zulmning, adolatsizlikning, buzuqchilikning va boshqa har qanday e'tiqodiy va axloqiy tushkunlikning iltiz tortishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu xil jamiyat fazilatlik, pokiz va inoq jamiyat bo'ladi. Bu xil jamiyatda qo'rqinchning o'rnini xotirjamlik, xorliqning o'rnini o'rlik va insoniy qadr-qimmat egallaydi. Jamiyatda emgak, ishlab chiqarish to'xtab qolmaydi. Xuddi bu aqidani insonlarga yetkazgan zot aytganidek, ko'pchilikning o'ngida Alloh taolo aranglarda ishni puxta qilganlarni yaxshi ko'radi. Tabarani al-Awsat 897 Sheyx Albani Sahih deb muayyanlashtirgan. Alloh taolo aranglarda ishni puxta qilganlarni yaxshi ko'radi degan sado yangrab turadi. Bu xil jamiyat dunyolik taraqqiyot bilan kari yo'q. Faqat ma'naviyatini qurib chiqishga ahamiyat beradigan jamiyat bo'lib qolmasdan, dunyolikni oxiratga o'xshashla avvatlashtirish, yuksaltirish va taraqqiy qilishni asosiy o'rin qo'yadigan ideal, namunalik bir jamiyatdir. Mana bularning hammasida islom aqidasi manba qilgan bir e'tiqodiy ruh orqa ko'rinish qilingan bo'lib, buningdan islom aqidasining ahamiyatini, shaxs va jamiyatni isloh qilish va tabiiy idora qilishga rolining muhimligini ko'rib olgan bo'ladi. İslam aqidasining ahamiyatini yana shundan ko'rish mumkinki, islom dinida amallarning faqat aqidani manba qilgan asosda o'rindilishi talab qilingan. Islomda to'g'ri e'tiqod ustida qurilmagan, iymon va aqidasiz maydonga kelgan har qanday amal yoki ish-harakat insoniyatga tog'dak manfaatli bo'lib ketsa-mu, qimmatsiz deb qaraladi. Amal egasi Alloh tarafidan hech qanday ajr va savob erisha olmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Kafir bo'lganlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovondagi sarabga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yoniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi, ya'ni suvni ko'rmaydi. U Allohning o'z amalining yanada ko'rsatib turuvchi ekanligini bayqaydi. Alloh uning qilmishiga tegishli jazo beradi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Nur surasi 93-oyat. Yana bir oyatda Alloh taolo mundaq deydi: Parvardigorini inkor qilganlarning qilgan amallari bo'ronliq kunda shamol ushirib ketgan bir dovak kulga o'xshaydi. Kafirlar qilgan yaxshi amallar uchun ozroqmi savobga erisha olmaydi. Bu cho'nqur ezishdir. İbrahim surasi 18-oyat. Ko'rilishqa bo'ldiki, imonsiz va dinsiz kishi qanchalik yaxshi ishlarni qilmasin, Allohning nazarida baribir uning e'tibori va qimmati yo'qdir. Bu deganlik u qilganlarning ajridan butunlay mahrum qiladi deganlik bo'lmasdan, balki oxiratdagi mangulik ajr va mukofotdan mahrum qiladi. Qilganlarning ajr va mukofotini mushu dunyoning o'zida elish bilan kifoyalanadi deganlikdir. Alloh taolo mundaq deydi: Kimki oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Uning oxiratda savobdan hech nasibi yo'q. Shura surasi 20-oyat. Ayollardan mo'minlik holatida turib yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilich uvol qilinmaydi. Nisa surasi 124-oyat. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Haqiqatan Alloh taolo qilgan yaxshilik uchun mu'minning zulm qilmaydi. Uning yaxshilik uchun u dunyoda rizq beradi, oxiratda mukofotlaydi. Ammo kafirlarga kelsak, ular qilgan yaxshiliklarda Alloh taolaning roziligini tilamaganligi uchun ularga dunyoda rizq bo'ladi. Oxiratga borganda ularning mukofotligidek yaxshiliklari qolmaydi. İmam Muslim rivoyat qilgan. Demak, amallar binosining asosi uli aqidadir.
İman etiqatdan ibaret bu ul üstüge kurulmagan her qandaq amel ve iş hareket ahiretde mükafatsız, neticesiz ve kımmetsizdir. Adette ameller iman şartını toluq hazırlagan ve sağlam aqide asasida qılınğanında gerçe amelge noksanlık etken, amelde səbətlik, xatalık sadır bulgan taqdirdimi, bu noksanlar kişinin İslam dairəsini çıkarıp ötəlmeydi. Biroq aqidedeki noksanlar ondaq emas. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Sizlerge amelleri cihettin en ziyan tartışlarını aytib bereylimmi? Ular hayati dünyada kılgan amelleri yok çıkkan, ama özleri obdan iş kıldık dep oylagan adamlardır. Ani şular Perverdigarının ayetlerini ve onun mülaqat buluşunu inkar kılgan. Neticede kılgan amelleri bekar bulup ketken kişilerdir. Kıyamet günü ularını, yani mundaq kişilerini kılçı itibarı almayımız. Kehf suresi 103. ve 104. ayetler. Aqide bilen şeriat arasındaki münasebet. İslamda aqide bilen şeriatning münasebeti goya bir tüp daraxtning misalıdır. Daraxtning meyve berişin yıldızının mustahkam bo'lishi shart bo'lganidek, Allohning nazarida amallarning maqbul bo'lishi uchun oldi bilan aqidaning durust bo'lishi shartdir. Aqida daraxining yıldızy o'xshasa, amal uning meyvesi, shariat bo'lsa uning baraxsan shoxlari kabidir. Shariat degan kelime arab tilida yo'l, iqim, bayon, iniq, ro'shan qatorliq ma'nolarga ega. İstilahda bolsa Allah Taala'nın bendiler üçün yolu qoygan belgilemleri ve dini ahkamlardan ibaret. Şeriat degan kelime hukum jihatdan bir qadar keng ma'noga ega. Şuna ba'zida u aqida bilan tangdash ma'noni bildirib kelsa, ba'zida din degan ma'noni, yana ba'zida islom millati degan ma'noni bildirdi. Şeriat degan atalg'uning bu xil ma'nolarda kelishi shariat qilib bekitilgan ahkamlarning har xil qaratmaligi bo'yicha ko'zatilishidan kelib chiqqan bo'lib, ahkamlarning bekitilish e'tibori bilan shariat deb atalsa, amal qilish va bo'ysunish nuqtasidan din deb atalgan. Ahkamlarning Alloh tarafidan bekitilganligiga iymon etish nuqtasidan aqida deb atalgan. Shariat hukumining ba'zida Alloh taolo yo'l qo'ygan aqida, ibodat va barliq ahkamlarni ko'rsatadi deb izohlanishi sababmi mushudir. Ma'lumki, islom dini aqida va shariatning zo'rlanmasidir. Aqida islom dinining ishonish talab qilingan e'tiqod va ilmiy qismini gavlandirsa, shariat ashu aqidaning talabiga uyg'unlashish va bu talabni bajarib keltirish talab qilingan amaliy qismini gavlandiradi. Olimlar dinni e'tiqodi va amaliy qismlar asosida ikki cho'ng turga ayirib, avval qismi usuluddin, keyingisini furuiddin, ya'ni dinning ul qismi va dinning tarmoq qismi deb atagan. Chunki e'tiqodimizdek dinning ul va asos qismiga aqida qismi vakillik qilsa, aqidadan bog'langan va uning ustiga qurilgan hamda uni markaz qilib ro'yobga chiqqan har bir amal va harakat ushbu mustahkam uldan bino bo'lgan mevalik daraxtga, ya'ni egisiga manfaat elib keladigan va Alloh tarafidan maqbullikqa yaraydigan amal harakat qismiga vakillik qiladi. İmam Bag'aviy mundaq deydi: Shar'iy bilimlar ikki qism bo'lib, ular ul bilim va shaxsiy bilimdan iborat. Ul bilim deganimiz Allohni, uning yakkiyanligini va ism sifatlarini tonish, payg'ambarning barhaqligini tasdiqlashdir. Shu sababdan har qanday mukallafning Allohni ilm asosida bilishi vojibdir. Bu masalada Allohning haqidagi dalillar ro'shan, faktlar aniq bo'lganligi uchun Allohni taqlid asosida qoriqlarcha bilish kifoya qilmaydi. Shaxsiy ilm qismiga kelsak, shaxsiy bilim deganimiz dinning shariat ahkomiga aloqador fiqh ilmini ko'rsatadi. İmam Safarini al-Hanbali mundaq deydi: Bilginki, Muhammad alayhissalom elib kelgan din etiqodiy qism va amaliy qism deb ikkiga ayriladi. Aqidaga doir qismlar dinning asosi va uli deb atalsa, amal va uning aloqador amaliy qismi dinning shaxsiyat tarmoq qismi deb ataladi. Amalga aloqador bilimlar shariat ahkomlariga doir fiqh ilmlarini ko'rsatadi. Chunki shariat ahkomlari faqat shariatni bekituvchi Alloh tarafidan belgilanganligi uchun ahkom so'zi ishlatilganda aqlimizga keldig'ini amalga doir ahkomlardir. Ammo aqidaga doir bilimlar bo'lsa, tavhid ilmi, Allohning sifatlariga aloqador ilmlar, kalom ilmi va usuluddin ilmi qatorliqlarni ko'rsatadi. Allama Said Sabiq mundaq deydi: İslam Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a vahiy qilgan dinidir. Bu din iman ve amelde ibaret bulup,
İman dinning barliq shariat ahkamlarini qurib chiqadigan aqida va ul qismini ko'rsatadi. Dinning shaxsiy qismlari bo'lsa, dinning ushbu ul qismini ko'klab chiqqandir. Amal bo'lsa, dinning shariat qismini, ya'ni iman va aqidaga nisbatan shaxsiy bo'lgan qismini ko'rsatadi. İman ve amel, aqida ve şeriat her ikkilisi bir-biriga xuddi daraxtning meyve bilan, natijaning sabab bilan, muqaddimning xulosasi bilan zich bog'lanishliqi bo'lganidek bir-biriga chambarcha ishlatilgandir. Aqida ve şeriat chegarasini ayirishda olimlar dinning aqidaviy qismini nazariy qism bilan yoki ilm qism, amal qismini amaliy qism yoki tadbiqlanma qismi deb ayirish va mushu yo'nalishda taqsimlash metodini qo'llangan. Şeyhul İslam İbn Taymiyya özünün ictihat meselelari haqidagi bayonida o'z fikrini mazkur istiloh bo'yicha taqsimlash metodi asosida izohlab bunday deydi. Mo'minlardan haqiqat izlash yo'lida ijtihad qilib, ammo qilgan ijtihad xato chiqqanlarga kelsak, ijtihad qiluvchining xatoligi qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar, mayli uning ijtihad sohasi nazariy, ilmiy masalalar, aqida masalalari kategoriyasida bo'lsin yoki amaliy shaxsiy masalalar kategoriyasida bo'lsin, Alloh kechirib o'tadi. Mana bu sahabeler hem köpçülük İslam ümmetini tutib kelgan yo'ldir. Ko'rilishqi bo'ldiki, olimlar dinning umumiy gavdasini taqsimlab, izohlash va tunishtirishda ana shunday har xil metod va atalg'ularni qo'llanib kelgan. Demak, islomda aqida bilan shariatning munosabati mana shunday chambarchas bog'langan. Islom nazariyatidagi aqida deganlik Allohni yegan deb e'tiqod qilish bilan birga, uning haqiqiy qulchilik qilish kerak bo'lgan zot ekanligiga e'tiqod qilish demakdir. Musulmonning nazarida Allohdan o'zga itoat qilishga, qulchilik qilishga, ibodat qilishga va ko'rsatmalariga amal qilishga tegishli zot bo'lmaydi. Mushkil asosga qurilgan aqida insonni faqat Allohla insonlarga amr qilishga, to'sishga, nimaning halol, nimaning harom ekanligini belgilashga, nimaning go'zal, nimaning qabihligini, nimaning yaxshilik, nimaning yomonlik ekanligini bekitishga haqliqdir degan e'tiqodga ega qiladi. Şeriat bo'lsa insonlarning Rabbi bilan o'zlari orasidagi munosabatlarni mustahkamlashi, musulmon bilan bo'lgan munosabati, musulmonning g'ayri musulmon bilan bo'lgan munosabati qatorliqlarni to'g'ri bir taraf qilishi, shuningdek insonning o'zi bilan koinot va tabiat o'rtasidagi munosabatni tenglashtirish uchun Alloh yo'l qo'ygan prinsip va qonun, qoidalarni o'z ichiga oladi. Şeriat kişilik hayatının barliq taraflarini intizomlashtiruvchi, insonning ish harakati va yurish turishlarini to'g'ri yetaklab, yer yuzida fitna fasod besib yashashdan saqlovchi ilohiy intizomdir. Şeriat yana insonning Rabbi bilan bo'lgan aloqasini kuchaytiradigan amal, ibodat va axloq qatorliqlarni, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy tizimlarni hamda bulardan bo'linib chiqadigan va bular bilan bog'lanishli bo'lgan barliq narsalarni o'z ichiga oladi. Ana shularning har biri o'z navbatida aqida bilan munosabatli bo'lib, shariat o'z ichiga oladigan barliq amaliy ishlarda, axloqiy qimmatlarda aqidadan iborat bilim, ma'rifat, ishonch va tasdiq izchil amrdir. Shu vajdan aqidani shariatni aqidadan ayirib qarash mumkinsizdir. Aqidasiz shariat islomda qimmatsiz va e'tiborsizdir. Shariatsiz aqida bo'lsa, o'p-ochiq ozg'unlik va gumrohlikdir. Aqida bilan axloq orasidagi munosabat. Aqida bilan axloq orasidagi munosabat go'yo shakl bilan mohiyat orasidagi munosabatga o'xshaydi. İnsanning ish harakat va amallarini axloqdan ayirib tasavvur qilg'ili bo'lmagandek, axloqdan ayrilgan aqidani ham tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Aqidasiz amal qimmatsiz va e'tiborsiz bo'lganidek, axloqdan ayrilgan aqida bilan amalmi behudadir. Aqida bilan axloq orasidagi munosabatmi intayin zich bo'lib, insonning ruhi, iymon va aqida bilan sug'urilib qolmay, uni himoya qilib turish, muhofazat qilish, uning ta'min etish, shundaqla ushbu iymonlik ruhni poklash, tarbiyalash, uni insoniy kamolat tomon ilgarilatish qatorliqlarga muhtoj bo'ladi. Aqidani quvvatlantirish va uni kamal topqizish ehtiyojini faqat axloqiy va ruhiy tarbiya orqali ishga oshirish mumkin. İslamiy axloq mayli aqidada bo'lsin, yoki ibodat amaliyotlarida va yoki muomala taraflarida bo'lsin, roli joriy bo'lgan sari bevosita holda iymonning kuchayishini, aqidaning shaksiz, suzuk va pok bo'lishini kafolatga ega qiladi. Demak, aqidaning rus va barqaror bo'lishi axloqiy tarbiyaga ehtiyojli. Axloqning ma'niga, qimmatga, ajrga erishishi bo'lsa, to'g'ri aqidaga ehtiyojli. Bu nuqtadan aqida bilan axloq har vaqt bir-biriga muhtoj va hamrohdir. İslam dini Allah'ның insoniyat va iqtisodiyot uchun tanlagan va rozi bo'lgan diniy bo'lish
sübti bilan insonning har bir moddiy va ma'naviy taraflaridagi agirlik va nuqsonliklarni, axloqiy aynishlarni tuzash va isloh qilish tabiatiga ega. Bu jihatdan u oshqulliqlarga, tajovuzchilikqa qarshi turdi. Rezil va qabih sanaladigan har bir inson va ijtimoiy fasodchiliklarga qarshi kurash qiladi. Shuning bilan birga shaxsning e'tiqod yoki amaldagi to'g'ri yo'ldan qayib ketadiganligi tarafini isloh qilishga ko'ngil bo'ladi. Mazkur afzalliklardanmi uning insoniyatining ayrilmas bir parchasi ekanligini ko'rish tamoman mumkin albatta. Islom aqidasi tavhid asosiga qurilgan aqida. Islom dini bu uning tavranmasligi, mustahkam turish uchun mazkur prinsipga axloq masalasiga chetiladigan bir sifatni yandigan bo'lib, Qur'on Karim bu sifatni zulm nomi bilan atagandir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Azobdan amin bo'lish iymon etgan va iymonga zulm aralashtirmaganlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchlardir. An'am surasi 82-oyat. Degan oyat nozil bo'lganda, mazkur oyat sahobalarga qattiq og'ir keldi. Ular: "Ey Allohning elchisi, qaysi birimiz zulm qilib tanmagan?" dedi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga tushuntirib mundaq degan edi: "U sizlarga tushungan zulm emas. Bu zulm shirkni ko'rsatadi. Sizlar Luqman alayhissalomning o'g'li qilgan buni so'zni anglamaganmi? Ey o'g'lim, Allohga shirik keltirmagin. Shirik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir." Buxoriy 3181-hadis. Ko'rilishga bo'ldiki, ijtimoiy hayotda insonlarning bir-biriga yoki o'z-o'ziga qilgan nohaqchilik va adolatsizliklari axloqiy jihatdan insonni nafratlantiradigan zulmni shakllantiradi. Islom aqidasida kishining o'z aqidasi va iymoniga zid keladigan har qanday narsani aralashtirib qo'yishi yoki shuning o'xshash xarakterdagi ma'lum ish-harakatni sodir qilishi, bir narsaga aqida qilib turib, uning muxolif ekanligi aynan va oshkor bo'lgan ikkinchi bir narsaga parvosizlarcha aqida qilishi axloqiy nuqtadan o'z aqidasiga va iymoniga qilgan haqoratidir. Mana bu e'tiqodga va iymonga qilingan bir turlik so'mdan iborat. Axloqiy jihatdanmi o'z aqidasiga qilingan hurmatsizlik va osiylikdir. Islom aqidasida shirik keltirmaslikdan iborat aqidaga yondashtirilgan ushbu sifat o'zining barliq variantlari va xilma-xil turlari bilan qo'shilib, umumiy holda zulmni gavdandirganlik uchun mazkur sifat yuklangan har qanday ideya yoki ish-harakatni iymon e'tiqod doirasiga olib kirish islomda ma'ni qilingandir. Shuning uchun islomning aqida gulzoriga, iymonning sha'nini bulg'aydigan, uning pokligiga, safligiga ta'sir yetkazadigan har qanday urug'ni terish va baqlantirishga urinish islom dinining nazarida eng cho'ng zulm hisoblanadi. Chunki dinning amal qismida yuz bergan zulm kishini dindan chiqarmaydigan, ammo ig'ir darajada gunohkor qilgan qabih jinoyat sanalsa, dinning ul va asos qismida yuz bergan zulm kishini hidoyatdan, dunyolik ichki huzurdan, aminlikdan, oxiratdagi nijotlik va xotirjamlikdan mahrum qiladi. Bu nuqtadan amal qismida yuz bergan zulmga nisbatan dinning aqida qismida yuz bergan zulm eng cho'ng zulm hisoblanadi. Muhammad alayhissalom o'zining mayli aqidada bo'lsin, mayli amalda bo'lsin, insonning ichki va tashqi dunyosiga aralashib qolgan barliq qabihlik va zulmlarga qarshi turish uchun shundaqla aqidaga, amalga, shaxsga va jamiyatga ta'sir ko'rsatgan barliq razilliklarga xotim berish uchun va ularni isloh qilish uchun avatilganligini bayon qilgan. U zot mazkur nuqtani tövendeki ixcham, ammo chunqur ma'noga ega so'zlar qilib ifodalab mundaq degan edi: "Men barliq go'zal axloqlarni mukammallashtirish uchun avatildim." Bayhaqi Sunan al-Kubra 20571-hadis. Bu hadisni Imom Zarqani sahih deb muayyanlashtirgan. Shunga aqidaning o'rnishi kuchli iymonga, shaksiz tasdiqlashga muhtoj bo'lganidek, uni mustahkamlash, ularni chingitish va uni parvarish qilish qatorliqlar axloqiy tarbiyaga muhtojdir. Bu yana ruhiy tarbiya deb ataladi. Islomda ruhiy tarbiya iymon va amalning shar'iy talabga loyiq bo'lishini kafolat qilish bilan birga insonning hayotdagi qadr-qimmatini tunishiga yordam beradigan muhim o'tkil hisoblanadi. U yana Alloh yaxshi ko'rgan, so'ygan va rahmatiga nail qilgan ulug' bandalar qatoridan bo'lishdek eng buyuk shariatni qozondiradigan muhim xalqlarning biri. Qur'on Karim nijotlikning iymon ahlining ushbu axloqiy va ruhiy tarbiyada utuq qilishiga qarashli ekanligini bayon qilib mundaq deydi: Ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, unga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Shams surasi 7 va 8-oyatlar. Shuningdek, aqida bilan axloq orasidagi munosabat o'zaro takomillashtirish,
va hamkorlik munosabatidir. Axloqiy tushkunlik amaliyotda xato e'tiqoddan kelib chiqqan bo'lib, uni tuzashning birdan-bir yo'li to'g'ri aqidadir. Aqida sog'lom bo'lsa, insonning ish-harakatimi axloq fazilat bilan beziladi. Axloqning go'zalligi imonning kamolatini suratlasa, imonning komilligi axloqning kamolatini gavlandiradi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq deydi: Müminler içinde imanı en kamil kişiler ahlakı en güzel bo'lganlaridir. İmam Abu Davud rivayet qilgan. Mazkur hadisni Şeyh Albani sahih deb muayyanlashtirgan. Mustahkam iman va to'g'ri aqida nafsning zulmatdan yo'riqlik qilib chiqib, qalbda haqiqatning nurliq quyoshini parlatadi. İnsanның tafakkurini va ish-harakatlarini tabiiyla Allohning roziligi va ko'rsatmalari tarafga yetaklab, insonni go'zal axloqqa, fazilatli ish-amallarga undaydi. Doktor Abdurrahman Abannaka al-Maydani mundaq deydi: İslamda imani qoida prinsipining barliq elementlari mavjud. Mazkur elementlar iman ahlini go'zal axloq bilan ziynatlanib, nachar qilmishlardan yiroq bo'lishga undaydi. Turmushdagi har bir ish-harakatda go'zal axloqni chong tutishga harakatlantirib, bu orqali Allohning roziligiga erishishga va Allohning huzuridan katta savob ajr olishga qiziqtiradi. Cheklangan nachar qilmishlarni sodir qilish va uni harakatlarda ifodalashning oqibatlaridan to'sib, bu xil qilmishlarning Allohning nafratiga va ig'ir jazolashiga sabab bo'lganligini eslatib turadi. Shunga Payg'ambar alayhissalom hayo qilishdan iborat go'zal fazilatni iymon shoxlaridan biri deb sifatlagan. İmam Buxoriy va Imam Muslimlar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: İman jami 70 necha yoki 60 necha shaxsdan tarkib topgan. İmanның eng yuqori darajasi bo'lsa, Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'qdir deyishdir. İmanның eng to'van darajasi bo'lsa, yo'l ustidan kishilarga aziyat yetkazadigan narsalarni elib o'tishdir. Hayo imanның bir shexidir. İslam dinida iman ana shundoq ma'naviy faoliyat, o'z ahliga ilmiy jihatdan go'zal axloq deb qaralgan, aksi qabih sanalgan, aslidan go'zal ekanligini muayyanlashtirilgan barliq axloq fazilatlarni baxsh etadi. İnsani ong va sog'lom tabiatning go'zal axloq tarafga yetaklab, go'zal axloqqa zid harakatlardan nafratlanadigan, qochadigan ruh yetildiradi. Yuqorqilardan islomda aqida bilan shariat orasidagi munosabat qanday chambarchas bog'langan bo'lsa, aqida bilan axloqning bir-biri bilan ana shunday bir gavda holatida ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Martabiy jihatdanmi aqidadagi axloq amaldagi axloqning ustun va muhim o'rin turadi. Chunki ichki go'zallik tashqi go'zallikdan, ma'naviy poklik jismoniy poklikdan har qachon ustun va afzaldir. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-qism. Yagona yaratquchi. 148-bet Islom aqidasining manbalari. İslam aqidasining asosiy temasi Allah. Allohning payg'ambarlari, Allohning kitoblari, farishtalari, oxirat kuni va uningdagi hisob kitob, jazo yoki mukofot qatorliqlarni hamda uningdagi boshqa koinotdagi buyuk mavjudotlar haqidagi tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Albatta, yuqoriqilarga aql qanoatlangudek tafsiliy va aniq javob bera oladigan birdan-bir din islom dini bo'lib, islom dinining bundoq salohiyatiga ega deb qaralishi uning aqlga yuqorqi masalalar ustida izlanish fursati berganligidan sirt, sop vahiy orqali aqlning tasavvuridan olqagan, aql yetmaydigan metafizikalik, g'aybiy masalalarga qanoatlanarli javob bera olganligidir. İnsan kainatning bir juz'isi bo'lib bilan o'z mavjudligiga doir hamma narsaga qiziqadi. Halbuki uning bilishga intilishi uni sezgulari orqali yoki tajriba va analiz orqali bilish va tushunish mumkin bo'lgan narsalarning javobini topishga olib bora olasimi? Ammo mavjudlik olamida shunday shaylar borki, ularni bilishga sezguningmi, aqlningmi kuchi kor qilmaydi. Metafizikalik masalalarning ko'pi mushu doiraga kiradigan bo'lg'achqa, yuqorqilarga faqat vahiy yo'lidan iborat birli yo'l orqali to'g'ri javob topqili bo'ladi. Islom aqidasi o'z ichiga olgan masalalar mavjudlikdagi ana shundoq buyuk masalalar bo'lib, islom aqidasining bu jihatda tayangan manbasi vahiydir. Chunki aql, sezgi yoki tajriba orqali tabiat dunyosidagi shaylarni bilish mumkin bo'lsa-mu, ammo koinot sirtidagi g'aybiy olamga munosib shaylarni va bu g'ayb dunyosidagi ahvollarni bilish mumkin bo'lmaydi. G'aybiy haqiqatlarni bilishning bir yo'li bor. U bo'lsa-mu vahiydir. Ilohiy vahiy yo'li koinotni yaratgan, insonni yaratib, uningga aql ato qilgan va boshqa jismiy mavjudotni borliq keltirgan, hammani bilguchi va xabardor bo'luvchi zotning huzuridan kelgandir.
Allah öz tarafidan kelgan ushbu vahiyga ergashuvchilarning baxt saodatga erishadiganligi, mangu hidoyat ahlidan bo'lganligi haqida mundaq deydi. Kimki mening hidoyatimga ergashsa, u azmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. Taha surasi 123-oyat. Allah tarafidan kelgan mazkur hidoyat bo'lsa, uning yetaklishi va payg'ambar orqali yetkazgan vahiysidir. Musulmonlar aqida qiladigan barliq masalalar ana shu ilohiy vahiyni manba qilgan bo'lib, ushbu ilohiy vahiy Qur'on Karim va sahih hadislardan iboratdir. Gerçi qisman olimlar islom aqidasining manbasida aql va ijmodan iborat ikki manbani tilga olgan bo'lsa-mu, biz bularning ichida ijmo masalasi haqida to'xtalishni va uni aqida manbalari qatori sanashni muvofiq ko'rmadik. Chunki bizning nazarimizda manba deganimiz cho'qim vahiydan o'zga bo'lgan har qanday bilish manbalariga tayanmay turib, mustaqil holda o'z oldiga insonlarni hidoyat yetaklay oladigan to'g'ri aqidaning kelish manbalari ko'z tutiladi. Gerçi islom olimlarining aqida sohasida e'tiqod qilish va yoki e'tiqod qilmaslik xususida birlik kelgan masalalarning ijmoni shakllantirganligini va buning amal qilish jihatidagi taqozzosining islom shariatidagi jiddiyati, vazni, roli va ahamiyatini bilsakmi, ijmoning ijmo bo'lib turishi uchun uning cho'qim Qur'on va sunnatning ilmiy asosi bo'lishi kerakligidek bu tarafini chiqish qilib, ijmoni ayrim va mustaqil manba deyishni mubolag'a qilib qaradik. Shunaqla uning mustaqil emas, ergashma manba jumlasidan sanaladiganligini nazarga olib, bu vaqtda alohida to'xtalishni ojizsiz deb qaradik. Ammo aqlni islom aqidasining manbasi qatori sanash yoki sanamaslik masalasiga kelsak, bu vaqtda aqlning islom aqidasida tutgan o'rni degan temamizda maxsus to'xtalamiz. Oldi bilan islom aqidasining yagona manbasi bo'lgan vahiyning mahsuli bo'lmish Qur'on Karim va sahih hadis haqida to'xtalaylik. Birinci, Qur'on Karim. Qur'on Allah Taalaning o'z elchisi Muhammad alayhissalomga arab tilida nozil qilgan eng qisqa surasi bilan mo'jiza bo'lib kelgan, sahifalarga putilgan, eng ishonchli yo'l bilan qo'limizga mutawatir shaklda yetib kelgan, uni tilovat qilish ibodat sanalgan, Fatiha surasidan boshlanib Nas surasi bilan tamomlangan Allohning kalomidir. Bu yerdagi mutawatir deganlik ishonchlikligi va odilligiga guvohlik berilgan ko'p sonli kishilarning oralarida kelishilish bo'lmagan ahvolda yetkazgan xabarni ko'rsatadi. Qur'on Karim islom aqidasida Alloh tomonidan insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun nozil qilingan ilohiy kitobdir. U mayli iboralarda, mayli mazmunida, mayli o'ttirg'i qo'ygan ta'limotlarda bo'lsin, haqiqatga va mo'jizalarga to'lgan. Qur'onda musulmonlar o'z dinida ehtiyojli bo'lgan masalalarning hammasi to'liq bayon qilingan bo'lib, bularning ichida Qur'on Karim alohida ahamiyat bergan temalardan biri aqida masalalari va uning pokitlik izohlaridir. Buningdagi sabab Qur'on Karim islom dinining uzuki va yadrosidir. U dinning asosiga, yiltiziga vakillik qiladi. Islomning barliq qimmat qarashlari, jami ahkamlari ana shu Qur'on bino qilgan asos ustiga qurilgandir. Qur'on Karim bu haqda mundaq bayon qiladi. Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohning suyish yusidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul mildan aloqasi uzib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga pul mol yordam berish, namoz o'qish, zakat berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kiradi. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rasul odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Baqara surasi 177-oyat. Demak, Qur'on Karim muayyanlashtirgandek yuqori tilga aylangan amallarning hammasi aqida bilan chambarchas bog'langan. Qur'on Karim amaliy ish harakatlarining aqida asosiga qurilgan bo'lishining zarurligini ta'kidlab qolmay, aqidaning asosiy masalalari bo'lgan Allohning borligi va birligi, Allohning mavjudotlarga o'xshab qilishdan pok va muqaddas ekanligi, yaratish va idora qilishda, ibodat va yordam so'rashda uning yakkigan ekanligi qatorliqlardan xabar berdi. Shundaqla kuchli aqliylikka to'yingan dalil isbotlarni asos qiladi. Qur'on Karimda yana farishta, jin qatorliq g'aybiy maxluqotlar tilga ilinib qolmay, ularning o'ziga xos vazifalar yuklangan alohida tabiatga ega maxluqlar ekanligi haqida xabar berilgan.
Shuningdek, Qur'on Karim yana Allohning insonlar ichidan payg'ambarlarni tanlab avatadiganligi va avatganligi, ularning kishilarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishi va haqiqiy ibodatga loyiq zotni tunutishi uchun kitoblarni nozil qilganligi hamda ularning to'g'ri aqidani yetkazish yo'lida tortgan aziyatlari, chekkan jafo mushaqqatlari, bu yo'lda qilgan kurashlar haqidagi qissalar, oxirat kunida tirilishning haqiqat ekanligi, bandalardan hisob elinadiganligi, jannat va do'zaxning haqligi qatorliqlarni tafsiliy va poklik bayon qiladi. Shuni tilga olmay bo'lmaydiki, Qur'on Karim Alloh haqidagi va boshqa aqida doirasidagi masalalar ustida to'xtalganida, masalalarga cho'qim aqliy yuksaklikda qarab muomala qilish kerakligini ta'kidlaydi. Shunga Qur'on musulmonlarga emas, balki barliq insoniyatga xitob qilib, koinotning intizomi va uningdagi mavjudotlar ustida tafakkur qilish orqali to'g'ri aqidaga ega bo'lishni tashabbus qilgan. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tgan ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Alloh sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishligida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib turibsizlar. Baqara surasi 21 va 22 oyatlar. Yuqorida Qur'on Karim insonlarning koinotga mazkur shaylar ustida tafakkur va tadqiq qilib, ularni yaratish va idora qilishning hech bir inson yoki maxluqning qo'lidan kelmaydiganligi, bularning hammasining har bir narsani puxta va mukammal yaratgan Allohning qudratidan ekanligini bilish lozimligi, Allohning haqiqiy ibodatga loyiq zot ekanligini tunish va uningga qo'lchilik qilish kerakligiga chaqiriq qildi. Qur'on yana boshqa oyatlarda yuqorqi o'xshash shaklda din, jins, irq va millat ayirmasdan butkul insonlarga o'rtaq xitob qilib, ibodat qilinuvchi hech bir shayning yaratish va idora qilishga yaramaydiganligi, ularning ojiz ekanligini, Allohdan boshqa hech bir maxluq mavjudlikning ibodatga qulchilik qilishga loyiq emasligini o'zgacha misollar orqali o'tirib qo'ydi. Alloh mundoq deydi: Ey insonlar, bir misol keltiriladi. Uning quloq solinglar. Shubhasizki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalarning hammasi yig'ilgan taqdirdami bir chivinni yaratolmaydi. Chivin ularning badanidan bir narsani elib qolsa, uni chivindan tortib ola olmaydi. Ana shuningdek, ma'budmi va uning cho'qing'ichimi ojizdir. Baqara surasi 21-22 oyatlar. Osmonlardagi va zamindagi narsalarni ko'z tutinglar. Buningdagi dalillar va ogohlantirishlar iymon etmaydigan qavmga foyda bermaydi. Yunus surasi 101 oyat. Qur'on ana shunday aql orqali iymon e'tiqodga chaqirdi va kuchli aqliy bakitlarni keltirish orqali e'tiqod qilguvchining bilgan asosda aqida qilishni tashabbus qiladi. Umumlashtirib aytganda, Qur'on Karim islom aqidasining 3 chong asosiy kategoriyasi bo'lmish ilohiyat, payg'ambarlik va oxiratga doir g'aybiy masalalar haqida to'xtalgan bo'lib, tövanda biz bu nuqtalarni ixchamlashtirib bayon qilib o'tamiz. Birinchi, Qur'on Karim Allohning mavjudligi haqida mundaq deydi: Mana bular Allohning yaratgan mahluqotlaridir. Menga ko'rsatib beringlarki, Allohning boshqa ma'budlaringlar zodi nimalarni yaratdi? Allohdan boshqa ma'budlaringlar zodi nimalarni yaratdi? Balki zolimlar ochiq gumrohlikdadir. Luqman surasi 11 oyat. Qur'on Karim Allohning yakkiganligi haqida mundaq deydi: Agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buzilardi. Sajda surasi 22 oyat. Qur'on Karim Allohning mukammal sifatga ega ekanligi haqida mundaq deydi: Hech shay Allohga o'xshash emasdir. Alloh hammani anglab turuvchidir, hammani ko'rib turuvchidir. Shura surasi 11 oyat. 4. Qur'on Karim insoniyatni to'g'ri yo'lga yetaklash, ularni dunyo va oxiratda saodatga erishtiradigan yo'lga boshlash uchun payg'ambarlarning avatilganligi to'g'risida mundaq deydi: Alloh mu'minlarga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, sunnatni o'rgatadigan o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Nahl surasi 36 oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan har qanday ma'bud ibodat qilishga yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq.
Ali İmran suresi 164. ayet. 5. Qur'on Karim oxirat kuniga ishonish haqida mundaq deydi. Aytqinki, hargiz undaq emas. Parvardigorim bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirsizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar beriladi. Bu Allohga osondir. Tag'abun suresi 7. ayet. U bizga misol qilib ko'rsatdi. U bizga insonning qaytirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untudi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildira oladi dedi. Aytqinki, uni eng dastlab yaratgan zot tirildirdi. U har bir mavjud maxluqni bilguchidir. Yasin suresi 78 va 79 oyatlar. Undan boshqa yana Qur'on Karim to'g'ri aqidaga qarshi yo'l tutishlarning faktlarini keltirgan hamda ularga radiya bergan bo'lib, biz bu nuqtani tövəndikçe ixcham bayon qilib beramiz. 1. Qur'on Karim butparastlarga radiya berib mundaq deydi. Sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilasizlar va yolg'onni o'ydirsizlar. Sizlarning Allohni qo'yib butlaringlar cho'qinayotganinglar, ya'ni butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqini Allohning dargohidan talab qilinglar. Rizq berishga faqat Allohning o'zi qodirdir. Allohga ibodat qilinglar va uning shukr qilinglar. Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ankabut suresi 17. ayet. 2. Qur'on Karim ay, quyosh va yulduz kabi tabiat a'zolariga so'qinilgan batil e'tiqod ahliga radiya berib, mundaq deydi. İbrahim ayning tuqqanligini ko'rib, bu mening parvardigorimdir dedi. Ay petib ketibdi. Agar parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'ich qavmning qatorida bo'ldi ekanman dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening parvardigorimdir, hammadan, ya'ni yulduz bilan oydin shundir dedi. Quyosh petib ketibdi. U aytdiki, ey qavmim, men haqiqatan sizlar shirik keltirgan ma'budlardan judaman. Men haqiqatan batil dillardan haqdiniga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zot ko'zlandim. Men mushriklardan emasman. An'am suresi 76. oyatdan 79. oyatgacha. Qur'on Karim farishtalarga cho'qinganlarga radiya berib mundaq deydi. U kunda Alloh ular mushriklarning hammasini hisoblash uchun yig'idi. Ondan farishtalar bu kishilar Bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi? deydi. Farishtalar, sen paktursan. Bizning do'stimiz ular emas. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Saba suresi 41. oyat. 4. Qur'on Karim Allohning balasi bor degichlarga, Allohga jindin yoki insonning sheriki, ayoli yoki hamrohi bor degichlarga, shundaqla Allohga har qanday birini sherik keltirgichlarga radiya berib mundaq deydi. Jinlarni Alloh yaratgan tursa, mushriklar jinlarni Allohga sherik qilib olishdi. Nodonlikdan Allohning o'g'il qizlari bor deganni o'ydirib chiqarishdi. Alloh ular ustida sifatlangan sifatlardan pokdir va ustundir. Alloh osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allohning jufti bo'lmasa, qanday balasi bo'lsin? Hamma narsani Alloh yaratgan. Hamma narsani Alloh uyg'otchi, Alloh obdan bilgichdir. An'am suresi 100-101. oyat. 5. Qur'on Karim payg'ambarlarni inkor qiluvchilarga radiya berib mundaq deydi. Shubhasizki, Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar, Alloh bilan uning payg'ambarlarining orasini Allohga ishonib payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ajratib o'tmoqchi bo'lganlar, payg'ambarlarning ba'siga ishonamiz, ba'siga ishonmaymiz degichilar, uning bilan iymon bilan kufrning orasida o'ttir yo'l tutmoqchi bo'lganlar, ana shular iymonni da'vo qilgan taqdirdami rostli kafirlardir. Kafirlarga xo'rliq azob tayyorladik. Qur'on Karim oxiratga tirilish, hisob kitob, jazo va mukofot qatorliqlarni inkor qiluvchilarga radiya berib mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar biror narsadan ajablanadigan bo'lsang, ularning biz o'lib to'pi bo'lib ketgandan keyinki qaytarildiramdoq degan so'zi ajablanishga loyiqdir. Ana shular Parvardigorini inkor qilganlardir. Ana shularning bo'yinlariga qiyomat kuni taqoqlar silinadi. Ana shular dozoq ahli bo'lib, dozoqda mangu qolg'ishlardir. Ra'd surasi 5-oyat. Xulosalasak, Qur'on Karim inson aqidasining har bir zarur nuqtasini inchkalqilari qadar bayon qiladi.
Qur'on Karim yana o'ttirib qo'yilgan aqidaga munosabatli har bir masalasini biz texib tilga olmagan talay oyatlarida poklik va hammaning ahvoliga tushunishiga azimiga munosib keladigan usulda bayon qiladi. İmam G'azali Qur'on Karimda ushbu xoslikni muayyanlashtirgan bo'lib, o'zining nadir asarlardan birida Qur'oniy dalillarni har bir odam o'ziga yarasha uzuq ola oladigan g'izoga, buvoq bola bo'lsin yoki kuchtingir erkak bo'lsin, hammasi o'xshash singdiradigan suvga o'xshatgan. Demak, Qur'on Karim aqida masalalarini bayon qilish orqali islom aqidasining asosiy ulini qurib chiqqan bo'lib, bu sababdan islom aqidasining birinchi manbasi deyilgandek, eng avval Qur'on Karim tilga ilinadi. Ikkinchi sahih hadis. Hadis Payg'ambar alayhissalomning so'zlari, ish-harakati, muayyanlashtirmalari, axloqi va yaratilish haqida kelgan barliq xabarlarni ko'rsatadi. U islom shariatining qoida prinsiplari, ahkamlarini bilishda Qur'onning qolsala ikkinchi manba hisoblanadi. U faqat musulmonlarning shariat ahkamlariga doir masalalarda yetakchi bo'lmasdan, balki ularning aqida, e'tiqod, adab, axloq va boshqa barliq sohalarga ham ko'rsatma berguchi dasturdir. Shuning bilan birga hadis Qur'on Karimning eng to'g'ri tafsiri, tafsiliy izohati va sharhisidir. Shunga u Qur'onda kelgan ixcham, ammo olamchi ma'noga ega oyatlarni izohlab va sharhlab qolmay, ba'zida hatto Qur'on o'zi tilga olmagan nuqtalarga ham ko'rsatmalarni beradi. Hadis bu aloyilki bilan Qur'onning mazmuni, maqsad, g'oyasi, hikmat sirlarini yechib beradi, tushundiradi. Uning yordamisiz Qur'onni atrofliq va to'g'ri shaklda bilish mumkin emas. Chunki hadis xuddi Qur'on Karim o'zi muayyanlashtirganidek ilohiy vahiyni manba qilgan bo'lib, Qur'on vahiyning mahsuli bo'lganidek, hadismi o'xshashlar vahiyni manba qilgandir. Bu vaqtda Qur'on Karim mundoq deydi. U Muhammad alayhissalom o'z nafsi xohish bo'yicha so'zlamaydi. Faqat uningga nozil qilingan vahiyni so'zlaydi. Najm surasi 3 va 4 oyat. Qur'on Karim musulmonlarning muqaddas dasturi sanalganidek, hadismi o'xshashlar muqaddas dasturdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ushbu nuqtani Allohning huzuriga kelishdan burunla keskin tarzda aniq o'tirib qo'ygan va Qur'on Karim ularning qanday hayot yetakchisi bo'lsa, hadisning shunday hidoyat va nijot yo'li ekanligini aniq e'lon qilgan. U zot mundoq degan edi: "Aranglarga ching esilsanglar, menga ezib ketmaydigan mundoq ikki narsani qoldirdim. Ular Allohning kitobi va mening sunnatimdan iborat." Al-Musadrak 318-hadis. Shayx Albani bu hadisni isnodi sahih deb muayyanlashtirgan. Albatta, hadis deganimizda muhaddislar tarafidan sahihligi isbotlangan hadislar ko'rsatilgan bo'lib, payg'ambar nomidan to'qilgan yoki sahihlik shartiga tushmagan hadislar yuqorqi doirada emasdir. Sahih hadis islomda ana shunday yuqori o'ringa ega. Bu nuqtadan u Qur'on Karimga yondosh holda islom aqidasining ikkinchi manbasi hisoblanadi. Hassan ibn Atiyya mundoq deydi: Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomga sunnatni Qur'on nozil qilgandek nozil qilgan. Qur'on Karimdan ta'lim bergandek ta'lim bergan edi. Darimi 588-hadis. Bu hadisni Hafiz ibn Hajar Imom Bayhaqi sahih sanad bilan rivoyat qilgan deb muayyanlashtirgan. Fathul Bari 13-tom 291-bet. İlim əhəllərə məlumki, Allah payg'ambariga nozil qilgan vahiy ikki turlikdir. Buning biri tilovat qilib o'qilsa ibodat sanilgan vahiyni ko'rsatsa, yana biri tilovat qilinmaydigan vahiyni ko'rsatadi. Biz yuqorqi sahobaning guvohligidan Qur'ondek nozil qilingan yana bir vahiyning mavjud ekanligini bilib olamiz. U bo'lsa-mu hadis sharifdir. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Agah bo'linglarki, menga Qur'on va Qur'on bilan birga uningga o'xshaydigan yana bir narsa tang ato qilindi." Abu Davud 604-hadis. Shayx Albani bu hadisni sahih deb muayyanlashtirgan. Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh Rasulullohning ummatiga yetkazgan vahiyning turi haqida mundoq degan: Shaksizki, iymon Rasululloh xabar bergan narsalar jumlasidandir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikki turlik vahiyga sahibdir. Birinchi turlik vahiy tilovat qilib o'qiladigan holatda Allah tarafidan nozil qilingan. Ikkinchi turlik vahiy bo'lsa, tilovat qilinmaydigan qilib nozil qilingandir. İmam İbn Hazm mundoq deydi: Biz Qur'onda Alloh taolaning Muhammad alayhissalomni o'z nafs xohish bo'yicha so'zlamaydi,
faqat uningga nazil qilingan vahiyni so'zlaydi deb ta'riflaganligini ko'rdik. Najm surasi 3 va 4 oyatlar. Buningdan bizga shu ayon bo'ladiki, Allohdan payg'ambar alayhissalomga kelgan vahiy ikki turlik bo'lgan. Biri qurilmasi mo'jizalikka ega tilovat qilinadigan vahiy. U bo'lsin Qur'ondir. Yana biri qurilmasi mo'jizalikka ega bo'lmagan, tilovatmi qilinmaydigan, faqat o'qiladigan, bizga rivoyat va naqllarga yetib kelgan vahiydir. Ushbu vahiy Rasulullohdan yetib kelgan hadislar xabarlar bo'lib, hadislar dal Allohning maqsad murodini bizga bayon qilib beruvchi vahiydan iboratdir. Yuqorqilardan shundoqla barliq islom ahlining real amaliyatidan ma'lumki, faqat Qur'on Karimni tilovat qilindi. Qur'on tilovatining iborat bo'lganligi Rasulullohning sahih hadislari va olimlarning Qur'onga bergan ta'biridan ma'lum. Bu bayonlar bizga Allohning payg'ambar orqali bandalarga yetkazganlarining hammasining vahiyini manba qilganligi, payg'ambarning o'z xohishi bo'yicha so'zlamaydiganligi, sunnatningmi payg'ambarga nazil qilingan vahiyning yana bir turi ekanligi qatorliqlarni uqtirib beradi. Payg'ambar hadislarining islom aqidasiga o'rnak kelsak, Qur'on Karim vahiy sifatida islomning aqida asosini yaratgan bo'lsa, sahih hadismi Qur'on Karimga yondosh holda ilohiy vahiyning bir juz'isi bo'lish sifati bilan islom aqidasining asosiy ulini yaratgan va uni bayon qilgan va islom aqidasini yanama tafsiliy sharhlagan. Shunga sunnat kitoblari va hadis to'plamlariga nazar og'dirganimizda, hadislarning bizga koinotning yaratilish jarayoni, payg'ambarlarning avatilish haqidagi mazmunlar, o'tmishga doir bir qism inchik tafsilotlar, kelgusiga doir hodisalarning xabarlari, qiyomatning so'ng kichik alomatlari, shundoqla qiyomat qoyim bo'lgandan keyingi tirilish, mahsharga to'planish, shafaat qilish, hisob, tarozi mezon, jannat va do'zax aloqador bayonlarga o'xshash inson aqlini lol qiladigan ajoyib xabarlarni yetkazganligini ko'ramiz. Mana bular g'ayib masalalar bo'lish bilan birga, odatda har qanday tarixiy manbalardan tepish mumkin bo'lmaydigan, tarixning izlanish doirasidan ma'lum qilgan, faqat vahiy orqali bilish mumkin bo'ladigan ishlar jumlasidandir. Hadislar yana Qur'on ixcham bayon qilgan Allohning arshi, kursisi, lavhul mahfuz, farishtalar, jinlar, jannat ahlining ahvoli, do'zax ahlining tortilgan azab uqubatlari qatorliq masalalarni tafsili bayon qilgan bo'lib, bu ma'nodan qaraganda ham hadislar islom aqidasini tafsili bayon qilish va asosini mustahkamlash jihatdan Qur'on bilan o'xshashdir. Demak, sahih hadislar musulmonlarning shariat, axloq jihatlaridagi dasturi bo'lganidek, aqida jihatdan dasturi, murojaatgohi va asoslanish manbasi bo'lgandir. Bismillahirrohmanirrohim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-qism yagona yaratquchi. 163-bet ahad hadis va aqida. Biz yuqorqi bayonlarda islom aqidasining manbasini Qur'on Karim va sahih hadis deb muayyanlashtirdik. Biz islom aqidasida sahih hadislarni ikkinchi manba deb qaragan bo'lsak, albatta buningda hukmi va darajasi mutawatir darajasiga yetgan sahih va ishonchli hadislarni ko'z tutamiz. Chunki olimlar ishonchli darajadagi hadislar ichidami aqida isbotlanadigan hadislar alohida turga ayrilib muomala qilgan bo'lib, hadislar hadis ilmida ishonchli yoki ishonchsiz bo'lish nuqtasidan, shundaqla hujjat va isbot keltirishga salohiyatli bo'lish yoki bo'lmaslik nuqtasidan sahih va zaif deb ikki turga ayrilgandir. Gerçi zaif hadislarning amal va ahkam hadislarda qabul qilinmasligi olimlar orasida ixtilofiy masala bo'lsa-mu, ammo zaif hadislarning aqida sohasida qabul qilinmaydiganligi munozara ketmaydigan masaladir. Shunga biz bu haqda maxsus to'xtalmaymiz. Biroq mazkur temada sahih hadislar va ularning turlari haqida yana kelib qaysi turdagi hadislarning aqida masalalarida dalil isbot bo'la oladiganligi va qaysi turdagilarning bo'la olmaydiganligi haqida tushuncha beramiz. Hadislar sanatning ishonchlik yoki ishonchsiz bo'lish nuqtasidan sahih va zaif deb ayrilganidek, sanadi va rivoyatining oz ko'pligi jihatdan turlarga ayriladi. Keyingi tur bo'yicha hadislar ko'pchilik olimlarning qarshida mutawatir va ahad deb ikki turga ayrilgandir. Mutawatir atalg'usi istilohda ishonchlikligi va odillikka guvohlik berilgan ko'p sonli kishilarning oralarida kelishib bo'lmagan ahvolda yetkazgan xabarni ko'rsatadi. Mana bu mutawatir atalg'usining ta'biri. Undaqda mutawatir hadis deganimiz nima? Mutawatir hadis deganimiz ko'plagan ishonchli kishining o'zlariga o'xshash ko'pchilikda rivoyat qilgan, oralarida tur biriktirilish ehtimoli bo'lmagan shart ostida boshdan oxiriga qadar zanjirsimon sanad bilan payg'ambardan yetkazgan xabarlaridir.
Ustoz Abdulvahhab Xallaf mundaq deydi. Mutawatir hadis deganimiz ma'lum kishilar to'pining Rasulullohdan rivoyat qilgan xabarlari bo'lib, mutawatir hadisda rivoyat qiluvchilarning ko'pligi, ularning ishonchlikligi va har bir rivoyat qiluvchining yo'nalish va sharoit jihatda bir-biridan farqli bo'lishi qatorliq omillar sababidan ularning yolg'onga kelishi ehtimoli qat'iy bo'lmaydi. Ya'ni rivoyat qiluvchilar tarqoq bo'lib, ularning shu xabarni bir yerga yig'ilib kelishi ehtimoli bo'lmaydi. Hamda rivoyat qiluvchilarning yetkazganlari bir-biriga o'xshash chiqadi. Hatto bir rivoyat qiluvchi yana birining nima deb rivoyat qilayotganini bilmasligi mumkin. Bundaq shaklda yetib kelgan xabarning o'ydirib chiqarilgan bo'lish yoki mazmunda egizpeslik bo'lib qolish ehtimolliqqa tasavvurda yiroq. Ondan avvalgi kishilardan keyingi yana bir to'p kishi yuqorqi sharhga tushgan shaklda aynan rivoyat qiladi. Toki Rasulullohdan qabul qilinib bizga sanad orqali yetib kelguchi bo'lgan orliqda boshdan oxiriga qadar har bir qatlam jamoatning hech biri oralarida yolg'onga kelish olmaydi. Aynan yetib kelgan deganimizda masalan namoz, ro'za, zakot, haj, azon qatorliq shuar xarakteridagi diniy ishlar va payg'ambardan kelgan amalga doir shariat va sunnatlar buning misolidir. Ahad hadisga kelsak, rivoyat qiluvchisi bir yoki birdan ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, mutawatirlik shartiga tushmagan barliq xabarlar ahad hadis hukmidir. Aqida ilmida sahih hadislar orqali aqida masalalarini isbotlash uchun oldi bilan uning turining mutawatir darajasiga yetmaganligi tekshiriladi va shu yakunlangan natijaga qarata hukm chiqariladi. Shunga ko'pchilik islom olimlari aqida haqida kelgan sahih hadislarni qabul qilish va uningda kelgan mazmunlarga shaksiz e'tiqod qilish masalasiga to'liq inchga va astoydil muomala qilgan. Ular aqida masalalarini hadis bilan isbotlashda alohida yo'l tutgan bo'lib, e'tiqod va aqida qilishni shu insonning kelajagini belgilaydigan muhim fasil deb qaragan edi. Shunga ular bu masalada islomning asosiy dasturi bo'lgan Qur'on Karim oyatlarini isbotlashga o'lchamni qo'llandi. Bu o'lcham bo'yicha sahih hadis orqali isbotlangan, aqida qilish talab qilingan va e'tiqod qilinmagan ahvolda kishini dindan chiqarish girdobiga ilib boradigan barliq masalalar cho'qim Qur'on oyatlari kabi mutawatirlik shartiga tushishi kerak edi. Chunki bir xabar yoki hadisning mutawatir shaklda ishonchli kishilar tomonidan har xil yo'llar orqali yetib kelishi, mazkur xabar orqali kelgan ma'lumotning payg'ambardan aynan yetib kelganligiga qarata har qanday shak yoki gumonga o'rin qoldirmaydi. Ularning yuqoridagi prinsipni qo'llanishi mutawatir hadis orqali xabar qilingan har qanday masalaga qarata iymon etishning Qur'on oyatlariga iymon etish bilan vazni jihatdan o'xshashligi, uningga iymon etmaganlik va tanganlik o'z navbatida Qur'on Karim oyatlariga iymon etmaganlikka teng bo'lganligidek shar'iy qoidani asos qilishdan kelgan edi. Ustoz Abdurrahman Abannaka al-Maydani mundaq deydi. Payg'ambar hadislar haqida to'xtalganimizda, garchi u zotdan mutawatir shaklda yetib kelgan hadislar ko'p bo'lmasa-mu, biroq mazkur mutawatir xabarlar Rasulullohga yetib kelishda ishonchli jihatdan xuddi Qur'onning yetib kelganga o'xshash haqiqat ekanligini uqtirib beradi. Bu nuqtadan mutawatir hadisning hukmi keskin bo'lib, shaksiz haqiqiy bilimni ifodalaydi. Ya'ni demoqchimizki, uningda isbotlangan aqidaga bo'lgan e'tiqod darajasi Qur'onga bo'lgan e'tiqodga o'xshash bo'lishi kerak. Mana bu nuqtadan garchi qisman olimlar mutawatir shartga tushmaydigan ahad hadis orqali shaksiz haqiqiy bilim keskin e'tiqod isbotlandi deb qaragan bo'lsa-mu, ammo zo'r ko'pchilik olimlar mutawatir hadisda kelgan xabar bilan ahad hadis orqali yetib kelgan xabar orasini ayirib muomala qilishdi. Imom Navaviy ahad hadisning hukmi haqida to'xtalib bunday deydi. Olimlar ahad xabarning hukmi to'g'risida ixtilof qilishdi. Sahabeler, tabiinlar ve ulardan keyin kelgan muhaddislar, faqihlar ve aqida olimlari bo'lib zo'r ko'pchilik olimlar ishonchli rivoyat bilan yetib kelgan ahad hadisni shar'iy jihatdan dalil qilish qaraydi. Hamda bu xil turdagi hadislarga amal qilish lozim. Biroq bu turdagi xabarlar e'tiqod nuqtasidan keskin ilmni ifodalab berolmasdan, balki ehtimollikqa ega bo'ladi. Shundaqla biz ahad hadisga amal qilishning vojibligini aqliy dalillar orqali emas, shar'iy dalillar orqali bilib yetdik degan qarash keldi. İmam Fakhruddin Razi mundaq deydi. Mutawatir xabar keskin ilmni ifodalaydi. U yana mundaq deydi. Naql orqali yetib kelgan xabarlar mutawatir yoki ahad tariqasida yetib keladi. Avvalgisi keskin ilmni ifodalasa, keyingisi ehtimollikni ifodalaydi. İmam Saraxsi aytadi. Har qaysi iqlim mujtahidlari ahad xabar haqida to'g'rilikcha qarashga keldi. Din ishida ishonchlik yo'l orqali chiqib kelgan ahad xabar amalga aloqador masalalarda kuchga, biroq ahad xabarlar orqali shaksiz ilm, e'tiqod isbotlanmaydi. Abu Bakr ibn al-Arabi mundaq deydi.
ikkinchi turdagisi keskin ilm e'tiqodni emas, balki amal qilishning vojibligini talab qiladi. Mana bu ayrim holda yetib kelgan mutlaq ahad xabarni ko'rsatadi. Ba'zilar ahad xabarni go'yo mutawatir xabarga o'xshash ilm va amalning vojibligini talab qiladi deyishdi. Ammo ularning tashlisi mundaq ikki turlik ishdan kelib chiqqan. Birinchisi, ular keskin ilm e'tiqodni nimaning shakllantirilganini bilmagan. Yani biri, ular ahad xabarning mohiyatini tushunmagan. Halbuki ahad xabar orqali keskin ilm e'tiqodni isbotlashning mumkin emasligi oddiy savodlar jumlasidandir. Chunki ahad xabar yolg'onchilik yoki savallik aralashib qolish ehtimolligiga ega. Abul Barakat Nasafi mundaq deydi. Ahad xabar orqali shaksiz ilm e'tiqod isbotlandi degan da'voga kelsak, bu batildir. Chunki biz yuqorida mashhur darajadagi xabarning shaksiz ilmni isbotlay olmaydiganligini bayon qilib o'tdik. İmam Nasafi bu yerda hadisning Hanafilar qarashidagi taqsimoti bo'yicha ayrilgan bir qancha tur ichidagi mashhur hadis turini ko'rsatmoqda. Mashhur hadis Hanafilarning qarashida ahaddan ustun, mutawatirdan tuvan darajada deb qaraldi. Ammo ko'pchilik mazhab ahlining qarashida bo'lsa, mashhur hadismi ahad turiga va ahad hukmiga tava qilingan. Mashhur hadis Hanafilarning qarashida garchi keskin ilmni ifoda qila olmasa-mu, ishonchlilik darajasi mutlaq ahad xabarga qaraganda bir qadar kuchlik va ko'ngilni taskin qiladi deb qaralgan. Shundoq turibmi, ular mashhurlik darajasiga yetgan xabarni shaksiz e'tiqod darajasida isbot qilishga yaramaydi deb qaraydi. Bo'libmi mashhur hadisning hukmini kuchaytirgan boshqa variantlar topilgan ahvolida bu nuqtada Hanafilar ko'pchilik olimlar bilan hadisning turiga ayirish jihatdan farqlangan qilsa-mu, aqidani isbotlash masalasida natija e'tibori bilan ko'pchilikning qarashi bilan birdaklikni saqlaydi. Demak, mashhur hadis shaksiz ilmni isbotlashga yaramagan yerda ahad xabar shaksiz ilm e'tiqodini isbotlashga texmi yaramaydi. Chunki ahad xabarning asli tabiati ehtimollikdan xoli emas. Ehtimollikdan saqlangan bir naql qandaqsiga keskin ilm aqidani isbotlay olsin. İmam İbn Qudama al-Hanbali aytadi. İmamimiz Ahmad ibn Hanbaldan bu vaqtdagi rivoyatlar har xil bo'lib, uningdan ahad xabar orqali keskin ilm e'tiqod hosil bo'ladi degan rivoyatmi, hosil bo'lmaydi degan rivoyatmi kelgan. Keskin ilm hosil bo'lmaydi degan qarash ko'pchilikning, shunaqla xalaf, keyingi Hanbaliylarning qarashidir. İmam Safariyni mundaq deydi. Diniy aqidalarda dalillarning keskinligi asosdir. Chunki ehtimollikqa ega dalillar dinning aqida qismida emas, amalga doir qismida e'tiborga egidir. İmam Abul Xattob al-Hanbali yuqorida qarashni yana izohlab mundaq deydi. Ahad xabar keskin ilm, shaksiz e'tiqod qilishni taqozo qilmaydi. Asramning rivoyatida İmam Ahmad shunday aytgan. Navoda payg'ambardan sahih isnodi bilan birer hukm yoki farz amal to'g'risida ma'lum bir hadis kelgan bo'lsa, uningga amal qilib keldim va bu amal orqali Allohga yaqinlik izladim. Biroq men payg'ambar alayhissalomning mazkur hadis kelgan bo'yicha cho'qim shunday dedi deb guvohlik bermayman. İmam Ahmad ana shunday sahih ahad hadisga amal qilganligini, ammo keskin e'tiqod bilan muomala qilmaydiganligi haqida fikr bayon qilgan bo'lib, ko'pchilik olimlar mazkur qarashni muayyanlashtirdi. İmam G'azzali mundaq deydi. Biz shunday qaraymizki, ahad xabar keskin ilmni ifodalab bera olmaydi. Mana bu o'zidan chiqib turadigan ishdir. Chunki biz birovdan nima anglasak shuni tasdiqlab bermaymiz. Navot tasdiqlab menga berganimizda bir-biriga zid rivoyat qilingan ahad xabarlarni tasdiqlashga majbur bo'lib qoldik. O'zaro zid bo'lgan ikki xabarni qanday qilib tasdiqlab ishongili bo'lsin? Ahli hadislardan İmam Xatib Bag'daviy mundaq deydi. Mukallafning shaksiz ilm darajasida bilishi va keskin aqid qilish kerak bo'lgan barliq masalalar ahad xabardan ilinmaydi. Ahad xabarlardan qabul qilinganini yuqori tilga ilingan kafarat berish, jinoiy ishlar jazo belgilamalari, taloq, namoz, zakot, hech qatorliqlarga o'xshash mutawatir yo'l bilan yetib kelmagan, ammo Allohga yaqinlashish asos qilingan ahkam masalalardir. İmam Buxoriyning sahih hadislar to'plamini nazar og'diradigan bo'lsak, kitobda ahad hadislar nomida ayrim bir bo'limning turg'izganligini ve bu bölümün birinci babının işençilik bir kişinin azan, namaz, roza, zakat ve her qaysi farz ibadet ve şer'i ahkamlar hususida yetkizgen xabarga amal qilinganligi to'g'risida degan bayonlar bilan boshlanganligini ko'ramiz. İmam Buxoriyning ushbu babda ahad xabarining aqidaga munosabat masalalardagi rolini tilga olmasdan ibadat ve şer'i ahkam masalalardagi rolini tilga olganligi muhaddislarning alohida diqqatini tortgan bo'lib, İmam Buxoriyning mazkur kitobiga shar'iy yozgan fiqh va hadis ilmlarida kamalat ketgan yetuk imom allamalar İmam Buxoriyning mazkur babdagi bayoni haqida maxsus to'xtalgan. Shari'chilardan İmam al-Karimani mundaq deydi.
İmam Buxariyning ahad xabarlar haqidagi babda azan, namoz va shunga o'xshash ahkam masalalarini tilga olib o'tishi ahad hadisning ishlatilish o'rnining aqida sohasi emas, amal, ahkam sohasi ekanligini bildirish uchundir. Yuqorqi naqlni yana Imam Ibn Hajar Sahih Buxoriy yozgan serisida naql qilgan. Imam Badruddin al-Ayni mundaq deydi. İmam Buxariyning yuqorqi ahkam masalalarini alohida tilga olishi ahad hadislarga amal qilish doirasining aqidaga doir narsalarda emas, ahkamga munosabatli amalga tava ishlarda ekanligini bildirish uchundir. Ahl hadislarda yana Imam Daraqutni o'zining Sunan nomli kitobida ahad xabarini mazmun qilgan bir hadisni bayon qilib mundaq deydi. Mana bu hadis ahad xabarga amal qilish doirasidagi ishlarda amal qilishning vojibligini ko'rsatadi. Imam Zahabi mundaq deydi. Yuqorqi bayonlar hadisning zannilik, ehtimollik holati darajasidan ilm, keskin e'tiqod darajasiga ko'tarilishi uchun rivoyat yo'llarining ko'p bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Chunki bir kishining yetkazgan xabarida rivoyat qilishni unutib qolish yoki savallik sodir qilish ehtimolligi bo'ladi. Ahli hadislardan biri bo'lgan Shayxul Islom Ibn Taymiyya mu aqidada ahad hadisni rad qilgan shiyalarning ma'lum ahad hadisini o'z aqidasini himoya qilish uchun dalil qilib radiya berib bunday deydi. İkinci noktadan keltirilgan mazkur dalil ahad hadislar jumlasidan. Shunaq ekan, iman faqat onunga ishonish bilan sog'lom iman bo'lib tura oladigan dinning aqida masalalari qandoqsiga ahad hadislar orqali isbotlansin? Mana bular ahad hadis haqida ko'pchilik olimlarning bo'libmi muhaqqiq olimlarning qarashlaridir. Shuningdek, olimlar yana mutawatir hadisning hukmi haqida to'xtalib, barliq islom ahlining mutawatir hadis orqali ketgan xabarga narsaga shaksiz e'tiqod qilish va amal qilish kerakligi, mutawatir hadislarning aqida masalalarida birdek hujjat qilinganligi degan masalalarda hammaning birdek ittifoq ekanligini o'tirib qo'ydi. Shunga ular hadis orqali aqidani isbotlash, dalillash va bayon qilishda mutawatir hadislarni shartsiz hujjat qilib kelgan. Mutawatir hadis va uning hukmi haqida Imom Navaviy mundaq deydi. Mutawatir hadis ko'p sondagi rivoyat qiluvchining yolg'onga birlik kelishilish ehtimoli bo'lmagan ahvolda rivoyat qilgan xabarlaridir. Mutawatir bo'lgan rivoyatlarda hadis sanadining bosh, o'rta va oxiri teng darajada ishonchli rivoyat qiluvchilardan tashkil topgan bo'ladi. Ular yetkazgan xabarlarni xiyoliy his tuyg'ulari bo'yicha emas, sezgi a'zolari orqali aynan anglab rivoyat qilgan bo'lishi kerak. Mana bu xil shaklda yetkazilgan xabardan keskin ilm, shaksiz e'tiqod hosil bo'ladi. Bunda xabarda yolg'onchilik, xatolik va yoki savallik aralashib qolmaydi. Endi uningdan kelgan har bir ma'lumotning haq va rostligiga qilsig'maydi. İmam İbn Hajar mundaq deydi. Mutawatir hadis keskin ilmni ifodalab beradi. Keskin deganimizda amniyatga uyg'un, shaksiz e'tiqod, jazm qilish kerakligi ko'zda tutilgan bo'lib, mutawatir xabarning keskin ilmni taqozo qilganligidan iborat bu hukm tayanch xarakterlik asosdir. Naqllardan ko'rilishiga bo'ldiki, ko'pchilik olimlar aqidani isbotlashda vahiyning ikki qismi bo'lgan Qur'on Karim va mutawatir hadisni asos qilgan bo'lib, mutawatir hadisning aqida va amal masalalarida asos va hujjat ekanligida ijmo kelgan. Imom Shavkani bu vaqtda mundaq deydi. Bilginki, mayli islom ahli bo'lsin yoki aqllar bo'lsin, mutawatir xabarning keskin ilm, shaksiz e'tiqodni ifodalaydigan xususda hech kim qarshi fikrda bo'lib boqmadi. Imom Qardaviy mundaq deydi. Aqida olimlari va prinsipal ilmlar bilan shug'ullangan barliq ulamolarning, bo'libmi ahli sunnat da'vasiga barliq olimlarning nazarida mutawatir hadisning mayli ilohiyatga, payg'ambarlikka yoki masalalarda bo'lsin, yoki faqat naql orqali isbotlash mumkin bo'lgan g'aybiy masalalarda bo'lsin, aqidani isbotlaydiganligi ixtilofsiz masaladir. Darvaqa, ko'pchilik olimlar aqidani hadis orqali isbotlashda yuqoridagi inchik shart hadisning mutawatir hadisga yetgan bo'lishini asos qilgan. Shuning uchun islom aqidasining sop va sog'lom aqida bo'lishdek salohiyatga ega ekanligini, shundaqla uning vahiyini manba qilish bilan bularga ushbu vahiyning payg'ambar vositasi orqali musulmonlarga yetib kelganligini, hadisning cho'qim payg'ambarga yetib kelganligiga qilchilik shak yoki gumon aralashmagan bo'lishiga kafolatlik qilinganligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Demak, mutawatir hadis aqida va e'tiqod masalalarida vahiyning bir juz'isi bo'lishi bilan uning Qur'on oyatlaridagi mutawatirlik darajasida bo'lishi orqali isbotlangan aqidaning Qur'onga o'xshash vahiy orqali isbotlangan va shaksiz aqida qilish sabab qilingan masala ekanligining eng buyuk ifodasidir. İslam aqidasining vahiyni manba qilishi hamda ushbu vahiyning Qur'on Karim va sahih hadis sahih bo'lgandimi eng ishonchli bo'lishining shart qilinishi va yetib kelish jarayonining Qur'on kabi qilsig'mas bo'lishining o'lcham qilinishimi islom dini bekitgan aqidalarning naqadar sog'lom va to'g'ri aqida ekanligining buyuk faktlardandir. Izoh.
Birinchi, mazkur bobda shuni qayd qilib qo'ymoqchimizki, olimlarning aqida masalalarida mutawatir hadisni qabul qilganligidan e'tiqod masalasida shak keltirish va gumon aralashtirishning imonga daxl etkazganligini asos o'rin qo'yganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu bir tarafdan ularning e'tiqodiy masalalarining so'qim shaksiz vahiyni asos qilishni ishga oshirishga astoydil ma'lum qilganligini bildirsa, yana bir tarafdan ularning mutawatir darajadagi hadisni inkor qilishining kishining imoni xatar olib kelish ehtimolligi kuchli bo'lganligi sababli ana shunday ilmiy va inchki bir rizqlarni bekitganligini tushuntirib beradi. Mutawatirlik shartiga tushmagan, faqat vahiy orqali bilish mumkin bo'ladigan, shundaqla ma'ni va qaratmalik jihatdan hech qanday ehtimollik bo'lmay, aksi ma'nisi, ifodalanishi va qaratmaligimi keskin bo'lgan har qanday sahih hadisning navoda u hadis sog'lom aqlga zid kelmasa, aqida jihatdan biroq rad qilinmaydiganligi va shu hadis talabi bo'yicha amal qilinganligi barliq islom ahli orasida muayyanlashtirilgandir. Farq shu yerdagi mazkur ravishda yetib kelgan ahad hadisni inkor qilish kishini bid'atchilikka, ahli sunnat doirasidan chiqarishga olib borsa, mutawatir ravishda kelgan hadisni inkor qilish kishini islom va iymon doirasidan chiqarib, kufr va halokat girdobiga olib boradi. Avvalqisida kufrlik ehtimollik shakllansa, keyingisida kufrlik hukmi keskinlashadi. Demakchimizki, ahad hadis aqida masalalarida keskin e'tiqodni bekitishda isbot bo'la olmaydi. Deganlik, hargizmi ahad hadis orqali isbotlangan aqidalar inkor qilinadi, uning mazmuniga amal qilinmaydi yoki mazkur hadis payg'ambar nomidan to'qilgan deganlik emas. Balki ahad xabarda hadisning aqidaga munosabatli masalalarni isbotlashdagi keskinlik darajasi ehtimollik darajasiga tushib qolganlikdan inkor qilgan kishini kufrga olib boradigan keskin aqida isbotlanmaydi deganlikdir. Mutawatir deganlik birdek e'tiqod va amal qilish kerak deganni bildirsa, ahad deganlik navoda hadis sahih bo'lgan mazmunni tasdiqlash va amal qilish kerak. Ammo aqida borasida birov uni inkor qilgan taqdirda ahadning darajasi mutawatirdan to'g'ri turganligi uchun unga kafir deb keskin hukm qilinmaydi deganlikni uqtirdi. Demak, inchki ayrig'inimizda ularning ahad hadis orqali aqidani isbotlag'ili bo'lmaydi deganligi, mazkur ahad hadis inkor qilingan taqdirda inkor qilg'uvchini kafirga chiqargudek darajada keskin va shaksiz aqidani isbotlamaydi deganlikdir. Bu nuqtadan ahad hadis aqida sohasida ahli sunnat va jamoa nazarida maqbuldir. Biroq u keskin aqidani, ya'ni inkor qilg'uvchini kafirga chiqara oladigan darajadagi shaksiz aqidani isbotlamasdan, balki inkor qilg'uvchini bid'atchiga, ahli sunnat yo'lidan chiqib ketishga olib boradigan quvvatli tarmoq aqidalarni isbotlaydi. Aqida ilmiy kitoblarda olimlar bu nuqtaga izoh bergan bo'lib, Imom Abu Zuhra bu vaqtda bunday deydi: aqidani isbotlashga tub asosiy prinsipimiz uni faqat ma'nisi ehtimollik bo'lmagan Qur'on oyatlari va shaksiz ilmni dalillaydigan mutawatir hadislar orqali isbotlashdir. Ahad hadislarga kelsak, biz e'tiqodiy masalalarda ahad hadisni rad qilmaslik, aksicha qabul qilish vojib deb qarash bilan birga, ahad hadislarning mutawatir hadisdek keskin va shaksiz e'tiqodni isbotlamaydi deb qaraymiz. U yana bunday deydi: nurg'un olimlar ko'plagan aqida masalalarida ahad hadislarni dalil qilib ishlatadi. Biz bu nuqtada ularning ahad hadislarni dalil qilib ko'rsatishni rad qilmasaqmi, bu ahvol davomida dalil qilish doirasini olib ushbu ahad xabarlarni inkor qiluvchilarni kafirga chiqish darajasiga elib kirib qolsa, biz buni hargiz qo'llamaymiz. Allama Nuh Ali Sulaymon al-Qudat bunday deydi: islom olimlari aqida masalalarida faqat mutawatir hadislar qabul qilinadi degan bo'lsa, ular bu so'zda inkor qilgan kishi kafir bo'lib ketadigan aqidalarni ko'z tutgandir. Ikkinchi, shuni eskartish zarurki, mutawatir hadisning payg'ambardan kelganligini inkor qilish bilan uningda kelgan xabarlarni tasvirlash nuqtasidan o'zgacha qarashda bo'lish, izohlash yoki zohiriy ma'nosini inkor qilish o'rtasida farq bor. Aytganimizdek, ma'nosi aniq, isbotlanishimi sahih yo'l bilan yetib kelgan hadisga iymon etish va tasdiqlashning vojibligida hamda inkor qiluvchining kafir bo'lganligida islom olimlari o'rtasida ixtilof yo'q. Ammo isbotlanishi mutawatir, biroq ma'nosi ehtimolli bo'lgan yoki isbotlanishi mutawatir bo'lmagan, biroq ma'nosi va qaratmaligi aniq bo'lgan hadislarni inkor qilishga kelsak, muhaqqiq olimlar bu xil inkor qilishni kafirga chiqarmagan. Imom Abu Zuhra bu vaqtda bunday deydi: kafir hukmini chiqarish nihoyat xatarlik bir ish. Agar ahad hadis sanad nuqtasidan ishonchlik bo'lib, ammo hadisning mazmuni mustan rivoyat qilishning xatolashib qolish ehtimolli o'tirib chiqqan bo'lsa, bundaq ahvolda mazkur ahad xabarni inkor qilgan kishini dindan chiqib ketdi deb hukm qilib bo'lmaydi. Ana shuningdek o'zi mutawatir, ammo ma'nosi tabiiy ehtimollik bor bo'lsa, hadis qabul qilinaveradi. Ammo uni zohiriy ma'nosidan yo'tkilib izohlagan kishini dindan chiqdi deb qarash to'g'ri bo'lmaydi. Allama Abdurrahman Hasan Abannaka al-Maydani bunday deydi:
Kimki isbotlanish keskin, ammo ma'ni ifodalashi va qaratmalik ehtimollik ega bo'lgan Qur'on va hadis tekstlarida bayoni aniq biror aqidani inkor qilsa yoki ahad hadislardek isbotlanishda ehtimollik bo'lgan, ammo ma'ni qaratmalik keskin bo'lgan aqidani inkor qilsa, bu sababli u kofir hukmida bo'lmaydi. Demak, hech qanday ehtimollik yo'l qo'ymaydigan, ma'nisi keskin va mazmun aniq mutawatir hadisni inkor qilish kishini kofirga chiqarsa, ma'na va isbotlanishning qaysi birida ehtimollik ilmiy nuqtadan ehtimollik shakllantirgan har qanday turki hadisni inkor qilish kishini kofirga chiqarmaydi, balki bid'atchilikka, ahli sunnat dairasidan chiqib ketishga, ozg'unlikqa ilib boradi. Bu nuqtadan islom tarixi mobaynida ahad hadislar orqali isbotlangan aqidalarni inkor qiluvchilar yoki hadis mutawatir bo'lsa-mu, ma'nosi aniq isbotlanishi keskin bo'lmaganligi sababli hadisning zohiriy ma'nosini ahli sunnat aqidasiga xilof tafsirlab inkor qiluvchilar har qaysi aqida mazhablarining nufuzli ulamolari tomonidan kofirga chiqarilgan emas. Islom olimlari har bir musulmonning bilishi kerak bo'lgan ul aqidalar bilan tarmoq aqidalarga va dalillar orqali isbotlanish qarashli bo'lgan aqidalarga farqli muomala qilgan. Ya'ni ular Qur'on va mutawatir hadislar orqali keskin isbotlangan aqidaning ana masalalari bilan mayli ushbu manbalar orqali dalillashdi bo'lsin yoki izohlashdi bo'lsin, ehtimollik ega bo'lgan va ijtihod talab qiladigan aqidaning shaxsiy masalalar orasini ayirib muomala qilgan. Bu vaqtda Imom Qardaviy mundaq deydi: shaksizki, Ash'ariylar, Maturidiylar, Hanbaliylar, kalamchilar, ahli hadislar, faqihlar va tasavvufchilar kabi ahli sunnatning barliq tarmoq aqimlari Xavarishlarni, Mu'tazillarni va ahli sunnat bid'atchilik bilan ayblagan firqalarning hech qaysini kofir chiqargan emas. Ular mazkur firqalarning hech birini shuncha mashhur hadislarni inkor qilganligi, hatto ba'zida mutawatir darajasiga yetib qolgan hadislarni inkor qilganligiga qaramay, islomdan chiqarib muomala qilmagan, balki ularga bid'atchilar degan hukmni kesgan xolos. Bundaq bo'lishiga sababmi mutawatir atalganligi xabarni inkor qilishning kufrlik bo'lganligi olimlarning orasida texi ijmo darasi ko'tarilmaganlikdan bo'lib, ularning ijmoga kelgani dinda har bir musulmonning bilishi farz hisoblangan ul aqidalarni inkor qilishning kishini dindan chiqarganligi edi. Xulos shuki, islom dinida aqidalarni isbotlashda vahiyni manba qilish, vahiyning aynan yetib kelishini sog'lom va ishonchli naql yo'llari amalga oshirish, uni har qanday sirtqi amallarning olishib kelishini pak tutish va himoya qilish to'liq kafolatga qilingan. Bunimi o'z navbatida islom aqidasining sop va sog'lom yetib kelishiga muhim omil deb qarashga bo'ladi. Islom aqidasining sog'lom vahiyning mahsuli deyishimizmi ana shu sababdandir. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-qism. Yagona yaratquchi. 181-bet aqlning islom aqidasiga o'rni. İslam aqidasi faqat vahiyning mahsulidir. U faqat naqliy manbalarni, ya'ni sop vahiyni asos qiladi. Ammo shuni bilish zarurki, islom aqidasining sop vahiy manba qilganligini muayyanlashtirganlik islom aqidasida aqlning roli yoki o'rni yo'q deganlikdan darak bermaydi. Shubhasizki, aqlning islom aqidasida tutgan mavqesi va o'rni intayin muhim. Aql islom aqidasi kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim tayanch va vosita. Chunki aql islom nuqtai nazarida naqliy manbalarni isbotlash, vahiyni tushunish, vahiy orqali Allohni tonish va vahiyga bog'lanish qatorliq jihatlarda halqali qurol o'ynag'ich quroldir. Qur'on Karimga nazar solganimizda aqida haqidagi ko'plagan oyatlarning naqliy fakt bo'lish bilan birga o'z navbatida yana aqliy fakt ekanligini, oyatlarning qalbga xitob qilganidek aqlga aynan xitob qilganligini ko'ramiz. Masalan, Qur'on Karim koinotga nazar silish va Allohning borligi va birligiga dalil bo'lgan koinotga haqiqatlar ustida izlanish haqidagi bayonlarida mundaq deydi: ular osmonni qandoq to'yruksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan bezganligimizga, uningda hech qanday yuch yo'qligiga qaramamdi. Qaf surasi 6-oyat. Zaminda va o'zinglar Alloh uchun e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar? Zariyat surasi 20-21-oyat. U zaminni sizlarga besat qilib berdi. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni ochib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uning bilan nurg'un o'simliklarni o'stirib berdi. Ulardan yanglar va mol chorvalarni beqinglar. Shubhasizki, yuqorqilarda aql egillari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Taha surasi 53-54-oyatlar.
Mana bu oyatlarda tafakkurga, izlanishga, ibrat olishga chaqiriq qilingan. Qur'on Karim yana aqida ishlarida dalilsiz agishish, qarg'ularcha taqlid qilishni ayblab, keskin pokit turgan yerda gumon va farazga asir bo'lishni qattiq tanqidlab mundaq deydi. Her qachon ularga, ya'ni mushriklarga Allah nazil qilgan narsaga, ya'ni Allah payg'ambarga nazil qilgan vahiyga, Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bobolarimizdan qolgan dinga agishimiz deyishidi. Ota-bobolari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana ularga agishamdi. Baqara surasi 170-oyat. Mushriklar, agar Alloh xolis edi, biz va ota-bobolarimiz shirik keltirmaydiq ve hech narsani harom qilmaydiq deydi. Ulardan burungi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizni tetigan qadar o'zlarining payg'ambarlarini shundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ularga aytqinki, so'zinglarning rostligiga pakitinglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rsatinglar. Sizlar faqat gumonga asoslansizlar. An'am surasi 148-oyat. Ular faqat gumonga asoslanadi. Gumon degan aqlni isbotlashda hech narsaga yaramaydi. Najm surasi 28-oyat. Aqlning islom aqidasida tutgan o'rni shunchalik muhimki, aqidashunos olimlar aqlning o'rnini muayyanlashtirganda, uning aqidalarini isbotlash va tahlil qilishdagi ortiqchiliklarini alohida e'tiborga olgan. Ular islom aqidasining tub manbalari bo'lgan Qur'on va hadislardagi aqlga qilingan xitoblardan, aqlni ishlatish va tafakkur qilish undalgan chaqiriqlardan, uning aqidani sharhlash va isbotlashga ro'liq salqirg'il bo'lmaydiganligini to'nib ketgan. Shunga ular aql haqida to'xtalganida aql vahiyning uli degan yakunni o'tirib qo'ygan edi. Ularning bu degani Qur'on va hadis aqldan barliq kelgan deganlik bo'lmasdan, balki aqlning naql manbasi bo'lgan vahiyning haqiqat ekanligini isbotlashga qurol ekanligini e'tirof qilganlik edi. Darvaqa aqlning ilohiy vahiyning yetib kelishining mumkinligini, buningdagi hikmatning reallikka to'g'ri kelganligini, vahiy hadisining amaliyotga uyg'un hadis ekanligini aniqlaydigan va isbotlaydigan manba ekanligiga qilsig'maydi. Allah'ın mevcutluğu ve peygamberlikinin hakikat ekanligini naql avval aqlning qanoat tepishi ve aqlning o'z qanoatiga dalil bo'ladigan isbotlarni keltirishi zarur. Agar aql bu jihatdagi ishonch va tasdiqni yo'qotgani deydi, naqlning manbasi bo'lmish vahiyning haqiqat ekanligini isbotlash mumkin bo'lmagan bo'ladi. Chunki naqlning haqiqat ekanligini isbotlash faqat aql orqali ish qilishi mumkin. Şuna aqida olimlari aqlning aqida sohasida alohida o'rin tutganligini muayyanlashtirish, yuqorqi yakunni o'ttirib qo'ygan edi. Ularning Allohning borligi va birligini isbotlash aql orqali nazar selish va dalillash orqali ish qilishdi deyishimi ana shuningdan edi. Imom G'aznaviy mundaq deydi: Ko'pchilik aqida olimlarining nazarida Allohni bilishning ilmiy usuli faqat aqliy nazar selish va dalillar orqali amalga oshadi. Chunki Allohning mavjudligiga isbot keltirish to'g'risidagi ilm har kimga o'z-o'zidan ma'lum bo'lgan ilmlar jumlasidan sanalmaydi. Allohning mavjudligini isbotlash va payg'ambarlikni isbotlash jihatlarida naqliy dalillarning o'zi bililla bevosita maqsad qilingan muddaoga yetish mumkin bo'lmaganligi uchun naqliy dalil aqliy dalilning oldida tarmoq dalil tusini oladi. Shundoq bo'lgan ekan, masalani naql to'g'riligiga guvohlik bergan aqliy dalillar orqali isbotlab chiqishning o'zga chora yo'qdir. Aqidashunoslardan Imom Nasafiy o'zining aqida risolasida shay'larni bilishdagi yo'l, vosita va manbalar ichida aqlni tilga olib mundaq deydi: insonlarning bilish yo'li 3dir. Ular sezgi a'zo, vahiy va aqldan iborat. Imom G'azali mundaq deydi: aql bilishning manbasi, muqaddimasi va uludur. Imom Qardaviy mundaq deydi: Baqilani, Isfirayani, Juvayni, G'azzali, Faxruddin Razi, Al-Amidi qatorliq islomning yetik allomalari, shuningdek ulardan boshqa yetik aqidashunos olimlarning hammasi degidek aqlni vahiyning uli deb muayyanlashtirdi. Navoda aqlning roli inkor qilinsa, vahiyni va payg'ambarlikni isbotlashmi yo'q chiqqan bo'ladi. Chunki payg'ambarlikni nuqul naql orqali isbotlash mumkin emas. Uni faqat aql vasitasi orqali isbotlag'ili bo'ladi. Undaq bo'lmaganda isbotlash kerak bo'lgan narsaning o'zini isbot qilib ko'rsatishdak bema'nilik kelib chiqadi.
Demek, akıl, aqidashunos olimlarning nazarida aqidani tushunishdagi muhim qurol bo'lib qolmay, balki u bilish manbalarining biri sifatida muayyanlashtirilgan. Halbuki, aqida sohasida aqlning roli haqida o'ngchil va so'lchil maydondagi ikki xil qutbning mavjud ekanligini ko'ramiz. Bir qutb aqlni muqaddaslik maqomiga ko'tarib, mayli moddiy, mayli ruhiy jihatdagi masalalarda bo'lsin, hatto aqlning bilish dairasiga kirmaydigan metafizik masalalardami haqiqatni bilishning birdan-bir manbasi, har qanday so'roq javob topquchi va masalaning to'g'ri javobini beruvchi birdan-bir omil sifatida qarab oldi. Yana bir qutb bo'lsa, aqlning aqida sohasiga daxil bo'lishini asosan chetga qoqqan holda muomala qilib keldi. Ular uchun bo'lganda aqidani isbotlash, uning ustida analiz va tafakkur qilish jihatda aql hech qanday salohiyatga ega emas. Amaliyotda har ikki qutb o'zlari yoqilgan taraflarda oshqullikdan saqlanolmagan edi. Aqlga cho'qinish va uni o'z qimmatidan oshirib bilish, uni vahiydanmi yuqori maqomga chiqarib vahiyning so'ttisiga aylantirib qo'ysa, aqlning rolini e'tirof qilmaslik, aqlning ahamiyatiga sal qarash, faqat naql bilan kifoyalanishga chaqiriq qilish, aqlning tafakkur qilish, tushunish, analiz qilish, tahlil qilish va tasdiqlashdek asosiy haqlarni inkor qilish qilib berdi. Shundaqla bu xil kayfiyat asosda aqlning odam badanidagi a'zolariga o'xshash o'z rolini joriy qildirishdek aqlli vazifasini o'rnashdan mahrum qo'ydi. Oxirida bumu oshqun aqliyatchilarga qarama-qarshi holda aqlning rolini butunlay bekor qilish bilan xotimlandi. Ahli sunnat va jamoani tashkil qiluvchi, jumladan islomning o'ttirhol maydoniga vakillik qiluvchi ko'p sonli olimlar yuqorqi ikkala qarashning amaliyotda o'ttirhollikda yiroq ekanligini, aqlning rolini o'z maqomida vahiyning rolini o'z maqomida muayyanlashtirish kerakligini ta'kidladi. Bo'libmi aqida tadqiqotida bu nuqta alohida gavlangan bo'lib, aqida sohasidagi buyuk yetakchilarning fikrlariga qaraydigan bo'lsak, bu nuqtani texnik aniq his qila olamiz. Buyuk alloma Imom G'azzoliy hazratlarini misol qilsak, u zot islom aqida sohasida aqortish ilib boruvchi gigant olimlar qatorida bo'lish sifati bilan aql va vahiyning islom aqidasida tutgan o'rnini muayyanlashtirgan edi. U zot yuqorqi ikki qutbni tanqid qilmay, yana aqlni hammaning ustiga qo'yish orqali vahiydan o'zini beojat sanash yoki vahiyga tayinib aqlning aql sohasiga o'rni yo'q sanashdek har ikki xil maslakning o'tirallikdan chiqib ketish bo'lganligini, buning dinning sog'lom va ro'shan ta'limotlarga muxolif yo'nalish ekanligini ko'plagan asarlarida o'tirib qo'ygan. U zot bunday deydi: Amaliyotda mazkur ikki qutbning har ikkisi o'ttirhollik va to'g'riliqdan chetmagan bo'lib, aql prinsiplarida zarur bo'lgani o'ttirhollikni saqlash va haq ustida tavranmaslik edi. Halbuki yuqorqi har ikki taraf mushkil o'ttirhollikni ayib sanamoqda. Acaba tadqiq qilish va izlanishdagi ilmiy metodlarni bir chetga qayirib qo'yib, faqat vahiy orqali kelgan xabarlarga qarag'lash, taqlid qilish bilan to'g'ri xulosa qilish qanday muqobillik qilib bo'lsin? Acaba shunday yo'lni tutgan kishi shariatda faqat payg'ambar alayhissalomning so'zining kuchli ekanligini, payg'ambardan kelgan xabarning rostligini isbotlashda aqlning tasdiqi bo'lishi kerakligini bilmamdiganda, shuningdek faqat aqlga hammani ta'alluq qilib qo'yib, yo'lini shariat nuri bilan yo'ritmagan kishi qandoqmi hidoyat topa olsin? Haqiqatni qandoqmi aynan ko'rib yeta olsin? Acaba aqlning biror qiyinchilik yoki ojizlik yetib kelishdan amin bo'lolmagan turuqliq qandoqmi aqlga hammani xotirjam tashlab qo'yg'ili bo'lsin? Darhaqiqat vahiy va aql orasidagi farqlarni birlashtirilmagan kishi ozg'unlik qang'irga mudirib ketishdan yoki uningga tikmonloq tushib ketishdan ansirashi lozim. Chunki sog'lom aqlning misoli kasallik va nuqsonlardan xoli o'tkir ko'zga o'xshasa, Qur'onning misoli parlab turgan quyoshga o'xshaydi. Kimki u ikkisidan birisi to'g'ri yo'l izlaydi ekan, anqovlar to'piq qo'yishib qilishdan saqlanolmaydi. Qur'on nuri bilan kifoyalanib aqldan yuz o'rgan kishi quyoshga ko'zini yumib olib, uning ustidan shikoyat qilgan kishiga o'xshaydi. Bunday kishining a'modan farqi yo'qdir. Shariat bilan birlashgan aql nur ustiga nurdir. Kimki u ikkisidan biriga ko'z yumib oladigan, mag'rurlik orqaniga eslib qolgusi. Darvaqa aql bilan vahiy orasidagi munosabatni muayyanlashtirishda buningdan ortiq sabr bo'lmasi kerak. Imom G'azzoliy o'zining aqida tadqiqoti haqida yozgan o'chmas asarida tilga olgan bu nuqtalar islom aqidasining aqlning rolini muayyanlashtirishga qarata alohida ahamiyat berganligini ta'kidlab qolmay, Alloh taoloning aqlni ishlatish va o'zining koinotdagi haqiqatlarni aql bilan tafakkur qilishga chaqirishga o'xshash aqlga bergan imtiyozlarni qaysi maydonda turib joriy qilish kerakligini amaliy o'rnak bo'la oladi. Mazkur nuqtai nazarni Imom Ibn Taymiya muayyanlashtirgan bo'lib, u mundaq degan: Aql ilmlar orqali ma'rifat egilishda,
amallarning mukammal va isloh bo'lishida intayin muhim rol o'ynaydi. Ilm va amal aql orqali kamolat topadi. Biroq u ushbu kamolatni o'zi mustaqil qo'lga keltira olmaydi. Chunki aql inson ruhiyatiga bir iqtidor va quvvatdan iborat. Navoda u iymon va Qur'on haqiqati bilan birlashsa, go'yo quyosh va o'tning yo'riqi bilan uchrashgan ko'z nuriga o'xshash nurliq bo'lib ketadi. Yuqorqi bayonlarni o'qiganimizda xiyolimizni aql islom aqidasida shunchalik muhim ahamiyatga ega turib, nima uchun aqidaning mustaqil manbalari qatoridan sanalmadi degan savol chulg'amay qolmaydi. Biz buningga tövendikçe javob beramiz. Birinci, gerçi aql islom aqidasida bilish manbalari qatoridan sanalsa-mı, ammo u o'zi mustaqil holda shariat turg'izish va har vaqt insoniyatni haqiqatga yetaklashga qodir emas. Chunki aqida masalalari vahiy orqali bekitilgan o'zgarmas haqiqat bo'lish sifati bilan aqlning izdinish va yangiliklarni bayqash xususiyati oldida har doim xoslikni joriy qildirib boradi. Agar aql mustaqil holda aqida sistemasini barliqqa keltirishga qodir bo'lsa-edi, albatta Allohning payg'ambar avatishining zaruriyati qolmagan, aqldek azmas yetakchi bor yerda xatolik va savallikdan xoli shaksiz vahiyni insonlarga nozil qilmagan bo'ladi. Mubad shunday qilgan ahvolda Allohga nisbatan bu bir ahamiyatsiz ish bo'lib qoladi. Halbuki Alloh ahamiyatsiz ish qilishdan pok va muqaddasdir. Ikkinchi, vahiy va aql islom nazarida Allohdan kelgan ikki bilish manbasi bo'lsa-mu, biroq aql hamisha vahiydek o'z sotliqini qo'llashga qodir emas. U har qancha qilsa-mu vahiy kabi har qanday ayib, xatolikdan yoki savallikdan xoli bo'lmaydi. Shunga u har insonning tafakkur yo'nalishiga qarab o'xshamaydi. Har vaqt to'g'ri nuqtadan qayib ketish va savallik sodir qilish ehtimolligiga ega. Vahiyning tabiatida savallik bo'lmaydi, ammo aqlning tabiatida aksidir. Uchinchi, aqlning tadqiqot obyekti koinotdagi cheklik shaylar atrofida davriya qildi. Shu sababdan aql koinotdan olqigan masalalar oldida ojiz va nodondir. Vahiy bo'lsa aql doirasidan olqiydigan masalalar ustida o'z haqiqatlarini namoyon qilib turdi. Aqlning isbotlash va dalillash jihatdagi roli bu narsalar oldida o'z ahamiyatini yo'qotishga majburdir. Bundaq chog'da aqlga vahiy oldida taslim bo'lish va uni tasdiqlashdan boshqa chora yo'qdir. To'rtinchi, chekliklik hamisha cheksizlik oldida ojizdir. Cheklik narsaning cheksiz narsaning o'rnini ola olishning o'zi sog'lom aql bo'yicha bo'lgandimi mumkin emas. Demak, aqlning vahiyga musallat bo'lishi yoki uning butunsizlik yetakchisi bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun islom aqidasidan iborat ilohiy haqiqatda aqlning roli faqat o'zining doirasida qo'llaniladi. Aqlning ilohiy haqiqatlarni isbotlash, tushunish va tasdiqlashga yordam bo'lsa-mu, biroq uni vahiyning o'rnini oladigan darajada mustaqil manba bo'lish salohiyatiga ega deb qarash ilmiylikka ziddir. 5. Aqlning islom aqidasida mustaqil manba sanalmasligi yuqorida tilg'ilangan ikki manbaning aqlni inkor qildiganligini bildirmaydi. Balki Qur'on va sunnatda kelgan dalillar naqliy dalillar bo'lishi bilan birga o'z navbatida yana aqliy dalillardir. Ya'ni vahiy elib kelgan dalillar aqliylikdan butunlay xoli, aql bilan hech bir aloqasi yo'q xitob va bayonlar bo'lmasdan, balki aqliylikka to'yingan va aqliy jihatdan to'liq qanoat elib keladigan dalillardir. Shunga Qur'on va hadis bayonlari ko'plagan aqida masalalarini bekitishda aqliy pokitchilikka kuchli dalillarni asos o'rin qo'ygan. Shundaqla ushbu metod asosida aqida masalalarini bayon qilgan. Qur'on va sunnatning aqida masalalari haqida aqlni bekor qilmasdan va chetga qoqmasdan, aksicha aqliy faktga ega naqliy dalillarni bayon qilishning o'zila aqlni islom aqidasining manbasi qilib alohida ko'rsatishning zaruriyatsiz ekanligini ko'rsatib beradi. Shunga aqlni mustaqil manba sifatida tilga olmaslik, aqlni inkor qilganlik bo'lmasdan, aqlga o'z loyiqini muomala qilganlikdir. Imom Ibn Taymiya bu nuqtada mundaq deydi: Shubhasizki, islom aqidasi Qur'on va sunnatdan iborat ikki manbadan ilinadi. Bundaq deganlik hargizmi aqlni bir chetga qayirib qo'yganlik bo'lmaydi. Chunki Qur'on va sunnat yo'lini tutish tabiiyla aqlni ishlatish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bundaq bo'lganda Qur'on va sunnat dalillari oldi bilan naqliy dalil, ondan qolsa aqliy dalil bo'ladi va vahiy elib kelgan dalillarmi aqliy dalil hisoblanadi. Xulos qilganimizda naqliy dalillar birli vaqtda ham shar'iy, ham aqliy dalildir. Demak, har qanday naqliy dalilni ikkilanmay aqliy dalil deyish mumkin. Ammo har qanday aqliy dalilni ikkilanmay shar'iy naqliy dalil deyilib bo'lmaydi. U yana mundaq deydi: Halbuki vahiyni manba qilgan mazkur dalillar to'g'riliqni aql bilan isbotlangan dalillar bo'lib, bu dalillar o'z navbatida shar'iy va naqliy dalillardir.
Yuqorqilar aqlning xuddi Qur'on va sahih hadislardek aqidaning mustaqil manbalaridan bo'lolmaslikdagi sabab va hikmatni aytib berishga tamomən yetarlidir. Ammo qisman ahli sunnat olimlarining aqlnimi islom aqidasining manbasi qatori sanashga kelsak, ular bu orqali aqlning aqidadagi rolining muhimligini ko'rsatgan bo'lib, bu asla aqlning mustaqil manba ekanligini da'vo qilganlikdan emas, balki aqlning roli va ahamiyatini alohida o'rin qo'yishdan kelib chiqqan bir xil mubolag'adan iborat. Aqlning hidoyati vahiyga qarashliq. Yuqorida islom aqidasining asos manbalari bayon qilindi. Shundaqla aqlning islom aqidasida tutgan o'rni va islom olimlarining aqlning roli haqida maydon tunishtirildi. Shuning bilan birga aqlning islom aqidasida mustaqil manba bo'lishga salohiyat to'shmaydiganligi tilga olinib, buning bilan munosabatli uning koinotning sirtdagi masalalarga ojizlik qilganligini muayyanlashtirgan sabablar o'tirib qo'yildi. Mazkur sabablarning hammasi aqlning cheklik ekanligi va o'z doirasidan olgan masalalarda ojiz ekanligi qatorliqlarga alohida aloqador bo'lib, muhaqqiq olimlarning nazarida aql faqat vahiy orqali mukammallik topadi. Faqat vahiyga taslim bo'lish uning ezib ketmasligining, savallikdan xoli bo'lishining kafolatidir. Chunki aql insondagi boshqa kamoliy sifatlarga o'xshash komillik sifatlaridandir. Ammo uningmi aşılmaydigan davrini, o'talmaydigan chek-chegarasi bor. Xuddi Imom Shafiy aytgandek, insondagi ko'rish quvvatining cheki bo'lgandek, aqlningmi idroq qilishda va bilishda cheki bordir. Allama Ibn Xaldun mundaq deydi: Aql adil tarozdirki, uning qonuniyatlari shaksizdir. Aql qonuniyatlari shu qadar ishonchlikki, uningga qilch saqtlik alishib qolmaydi. Biroq sen ushbu tarozi bilan tavhid masalalarini, oxirat haqiqatlarini, payg'ambarlik haqiqatlarini, ilohiy sifat haqiqatlarini va aql doirasining sirtidagi haqiqatlarning hech birini o'lchab beqishda emasdi bo'lmag'aysan. Chunki bu mumkin bo'lmaydigan bir ishni tamak qilganlikdir. Bundaq kishining misoli go'yo oltin o'lchaydigan tarozini ko'rib, uning bilan tog'ni o'lchab beqishda emasdi bo'lgan kishining misoliga o'xshaydi. U bilmaydiki, oltin o'lchaydigan tarozi bilan tog'ni o'lchaganda chiqqan natija chuqur xato bo'ladi. Demak, bu nuqtadan aqlning aşılmaydigan davrini to'xtaydigan cheki bo'ladi. İnsan Allohning yaratgan maxluqi bo'lishibdi bilan, uning yaratılışlarda bo'lishidagi kuch-quvvat, ojizlik, xo'rash, bar bo'lish va yo'q bo'lishdek turli sifatlarning tepilib turganligi bir amaliyat. Alloh taolo aqlga shaylarni bilishda ma'lum chekka qadar chegara belgilab bergan bo'lib, hamma narsani asligicha o'z haqiqat bo'yicha chala qo'ymay bilishni aqlning xususiyatlaridan qilgan emas. Agar shunday bo'lgan edi, albatta aql bo'lib bo'lgan, bo'ladigan va bo'lmoqchi bo'lgan jami narsalarni bilguchi Alloh bilan teng o'rinda bo'lib qolgan qoladi. Shaksizki, bu xil xususiyatlar aqlning yaratquchisi bo'lmish yegani Allohga mansub. Alloh va yoshirin barliq narsalarni bilib turuvchi faqat Allohdir. Oshkora va yoshirin barliq narsalarni bilib turuvchi faqat Allohdir. Shuning uchun aqlning har vaqt savallik o'tkazib qilish yoki xato bilib qilish va yoki ezib qilish ehtimolligi bo'lganidek, uning bilish doirasi cheklikdir. Aqlning chekliklik bilan sifatlanishi uning sohasining mushu koinot doirasi bo'lganligidandir. Islom dinining aqlning roli va ahamiyatini e'tirof qilishi, uning sha'nini yuqori ko'tarishi aqlni o'z sohasida ana shunday muayyanlashtirishga haqliq deb qaralganligidandir. Ammo aql Alloh haqidagi ma'lumotlar va oxirat haqidagi g'aybiy masalalarda ojiz bo'lib, aqlning o'z sohasining sirtida vahiyga hokim bo'lish, vahiyning qarorlariga e'tiroz bildirish salohiyati yo'qdir. Darvaqa tabiat sirtidagi barliq metafizikalik masalalarda aqlning vahiyga taslim bo'lishdan o'zga chorasi yo'q. Aqlning vazifasi vahiyning rostligini isbotlashdir. U bu vazifasini tamomlab bo'lgandan keyin o'z sohasi doirasiga kirmagan usullarni, bilishdan aziz kelgan ishlarni ilohiy bayonlardan, shunaqla vahiyning g'aybiy olam haqida elib kelgan xabarlardan bilmay iloji yo'q. Navoda aql bu haqda o'zi mustaqil fikr bayon qilishga urinuvdak bo'lsa, u chog'da aqlning ozg'unlik vodilarida tengqab yurishi muqarrarlashidir. Bu nuqtadan vahiy aqlni hidoyat tomon yetaklovchi, aql vahiyga nisbatan yordamchi hisoblansa, vahiy aql uchun uning sohasi bo'lgan taraflarda yo'lboshi hisoblanadi. Aql hidoyatning vahiyga bog'liq bo'lishi mush nuqtadandir. Sobiq Azhar shayxi professor Dr. Abdulhalim Mahmud aqlning sohasi bo'lgan masalalarda vahiyning aqlga yetakchilik qilib kelganligi haqida to'xtalib mundaq deydi. Dinning aql bilan bo'lgan munosabatiga doir masalalarda tutishga tegishli to'g'ri pozitsiya shuki,
din bir qator masalalarda hammadan avval aqlni yeteklab kelgan. Buning ichida oldingi o'rinda turdig'ini tabiatdan olqigan masalalar. Ya'ni Allohning zoti, uning payg'ambarlari, oxirat haqidagi va g'ayb aloqador masalalardagi barliq tafsilotlardir. Ikkinchi o'rinda vahiy axloq fazilat masalalari va odamning yaramliq inson bo'lib chiqish uchun ish-harakat va yurish-turishlarda amal qilish tegishli masalalar bo'lib, vahiy bu masalalarda aqlga yetakchi bo'lib kelgan. Uchinchi o'rinda turadigan din, jamiyatni insonlashtiruvchi, insoniyatni maqsadga erishtiruvchi shariat ishlari bo'lib, bulardimi aqlga yetakchi bo'lib kelgan. Islom dini yuqorqi masalalar haqida aqlga bir qo'lliq boshlamchi bo'lgan. Navoda aql yuqorqi masalalarda vahiydan ayrilib, mustaqil holda izlanganda edi, hamma birdek qo'llaydigan natijaga erishalmagan bo'lar edi. Ya'ni, agar yuqorqi masalalar kishilarning aqliga qo'yib berilgan edi, ular ixtiloflashib o'tgan va talash-tartishib qilgan holda turli guruhlarga ayrilib ketgan bo'lardi. Ularni birlik va intizomchilik ichida tutib turish hamda ularga ruhiy ozodlik va xotirjamlik elib kelishmi hech qachon amalga oshmagan bo'lardi. Imom G'azzali mundaq deydi: Bilginki, aql vahiyning yetakchiligisiz hidoyat topilmaydi. Vahiymi faqat aql orqali ayon bo'ladi. Bu nuqtadan aql ulga o'xshasa, vahiy binoga o'xshaydi. Bino bo'lmasa, ulning ahamiyati yo'qaydi. Binomi faqat ul bo'lganda qad ko'tarib tura oladi. Aql ko'zga, vahiy bo'lsa yo'riqlikka o'xshaydi. Ko'z ko'rish uchun sirtdan keladigan yo'riqlikdan ayrilmagandek, yo'riqlikmi ko'z bo'lmasa, rolini o'tay olmaydi. Demak, barcha haqiqatlar aql va naql birga bo'lganda haqiqiy namoyon bo'ladi. Naql bo'lmasa, aql ezib ketishdan, aql bo'lmasa, vahiyni xato azm qilishdan saqlanolmaydi. Naqlni yetakchi qilgan aql, naqlning haqiqatini isbotlash orqali uni himoya qilsa, aqlni yordamchi qilgan naql o'zining sof va pok tabiatini e'tirofga jilolantirib turadi. Shunaqla aql vahiyning nuri orqali parlaq qiyosi nail bo'lsa, uning tafsiliy ma'lumotlari orqali g'ayib masalalarda xato olishdan aman qiladi. Aql va naqlning bir-biri bilan zidlashib qolmaslik sabablardan birimi o'shudir. Vahiy bilan aql asla zidlashib qolmaydi. Aql bilan vahiyning, din bilan fanning zidligi haqidagi qarashlar o'rta asrdagi g'arb jamiyatida yuz bergan xristian din arboblari bilan fan olimlari orasidagi bir qadar surkilishlar bilan munosabatlik. Bu surkilishlardan keyin dinni fandan ayirib qarash, dinni jamiyat va boshqa sohalarga aralashtirmaslik xohishlari avjilib keldi. Bugungi davr sekularizm ideyasini yuqoridagi fojialarning yaqin asr mobaynidagi gavdali ifodalardan biri deb qarash bo'ldi. Sekularizm yana bir nomi almanizm. Sekularizm dinni hokimiyatda ayirib o'tish, dinni hayotning barliq sohalaridan yiroq qilish, din bilan fan orasiga chek qo'yish tashabbusga yaqin bo'lib, mazkur iqlim milodiya 17-asrda Yevropada barliq kelgan. Ayni davr sharoitini shuni ko'rib olg'ili bo'ladiki, xristian jamiyatida keng ko'lamda avj olgan diniy passivlik va fanga tutgan xurafiy pozitsiyalar shu davrdagi fan taraflarining dinning ibodatgohlarining sirtida hukmronlik qilishga qarshi turishni keltirib chiqargan. Mohiyatda bu dindorlar bilan fan sohasidagilar orasidagi surkilishning amaliy ifodalaridan bo'lib, ilm-fan inqilobidan keyin bu ushqun bara-bara azaldan bir-biri bilan ittifoq o'tib, o'zaro qo'llab kelayotgan fan bilan din, aql bilan vahiyning munosabat turkiga cho'q tashlashdan xoli bo'lolmadi. Ana shuningdan buyon sharq dunyosida g'arb jamiyatining kamsinish, ularning madaniyat va ilm-fan haqidagi yuqoridagi qarashlarning madaniyat, dunyo qarash, qimmat qarash, axloqiy qarash va din diyonat qatorliq jihatlarda tubdan farqlanib turadigan sharq dunyosiga so'rab kirish to'lqini paydo bo'lishga boshladi. Halbuki sharqda din hamisha fanning yanida, fan hamisha dinning moslashida o'z o'rni va martabasini yetib kelayotgan edi. Sharqda din va fan orasida zidlikni da'vo qilish texi yaqin asrlarda islom dunyosida savol sifatida tashlandi deyishga bo'ladi. Amaliyotda bu jarayonlar maydonga kelishdan burunla mazkur tema haqida islom olimlari allaqachon ilmiy javob va bayonlarni o'tirib qo'yib bo'lgan edi. Hozirda bir fan taraqqiyotining o'rni tikilgan edi. Tikilgan Kindi va Farabiydan boshlab toki Ibn Rushdgacha bo'lgan buyuk allomalar din va fanning asla bir-biri bilan zidlashib qolmaydiganligini amaliy natijalar orqali isbotlab bergan. Darvaqa islom dini nuqtai nazarida din va ilm-fan orasida zidlik yo'q. Chunki din Allohning huzuridan insoniyatni baxtsaodatga erishtirish uchun nozil bo'lgan dasturdir. Aqlmo xuddi Imom G'azzali ta'bir berib aytganidek, Allohning nuridan bir parchadir va inson uchun buyuk ne'matdir.
Ana shunday bo'lg'achqa inson koinotdagi mavjudotlar orasida hurmatlangan va ilohiy yetakchilik orqali sharaflantirilgan. Shundaqla dinning barliq shar'iy hukmlari haqidagi taklif yuklanmalarining insonning zimmasiga yuklanishida aql asosi qurol o'ynagan. Dinning kelish o'rni Allohning huzuri bo'lganidek, aqlning kelish o'rnimi Allohdir. Chunki aqlmi Allohning maxluqi. Ma'lumki, Alloh tarafidan kelgan haqiqat faqat birdir. Madamiki mazkur ikki narsa Allohning huzuridan kelgan ekan, din elib kelgan qil sig'mas haqiqatlar bilan aql farosatning yaqinqi davrdagi buyuk mahsul bo'lgan ilm-fanning isbotlab chiqqan ilmiy haqiqat va natijalari asla zidlashib qolmaydi. Jumladan islom aqidasida kelgan ilohiy haqiqatlarmi buning ichida. Aql va naqlning din va fanning zidlashib qolmaydiganligini ta'kidlagan ekanmiz. Shu narsa aniq bo'lishi kerakki, bu yerda zidlashib qolmaslik har ikkilisida ilmiy va ishonchli isbot orqali muayyanlashgan haqiqatlarda ifodasini topadi. Keskin dalillanmagan ilmiy nazariya va bayqashlar yoki sahihlik, sog'lomlik martasiga to'shmaydigan naqliy bayonlar orasidagi zidliklarni aql va naql orasida zidlik bor degan da'voga farq qilib ko'rsatish ilmiylik bo'lmaydi. Ko'pincha holda aql va naql orasida zidlik bilingan hadislar amaliyotda aqliy haqiqat bilan naqliy haqiqat orasida to'qinish bo'lmasdan, aksicha kishilarning tushunish va tafakkur qilishidagi farqlardan kelib chiqqan to'qinishdir. Imom Yusuf Qardaviy bu vaqtda mundoq deydi: Biz shuning ishonamizki, sahih naql bilan sog'lom aql isbotlab chiqqan haqiqatlar orasida zidlik yuz bermaydi. Amaliyotda biz doim sog'lom aql bilan sahih naql orasida aql orqali isbotlangan haqiqat bilan din va shariat isbotlagan haqiqat orasida o'zaro qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lib kelganligini ko'rib kelyapmiz. Bunday deyishimizning ilmiy asosi shuki, aql Alloh tomonidan berilgan bir ne'mat va himo o'xshashlar Allohning ne'mati. Her ikkisi mehribon va marhamatli Allohning ilohiy asarlaridan bo'lib, Allohning asarlari orasida to'qinish va zidlik bo'lmaydi. Bar deyilsa, bu albatta kishilarning tushunchalaridagi farqdan kelib chiqqan zidlikdir. Chunki ba'zilar qisman ishlarning dinning yelsiz masalalari deb qarab, u vaqtda munozara qiladi. Qarshi fikr qilganlarni har xil nomda ayblab ketadi. Masalani cho'nqur tadqiq qilib ko'rganda, masalaning din bilan qilish aloqasi yo'qligi, birovlar tomonidan zo'rg'a din doirasiga kirgizib qo'yilganligi oydinlashadi. Yana ba'zi ish aksicha bo'lib qoladi. Alayliq, ba'zilar ilm-fan sohasida o'tirib qo'yilgan nazariya va ilmiylikka da'vo qilingan bir qism natijalarni aql isbotlab chiqqan va ilmiy faktlar bilan muayyanlashtirilgan o'zgarmas haqiqatlar deb qarab oladi. Amaliyotda bular faraz yoki farazga tayinib beyitilgan bayon va yoki ehtimollikqa ega ilmiy xulosalar bo'lib chiqadi. Buningga yangi zamon darvozimchilari e'tirof qilmaydigan Ko'hn Darwin nazariyasi, koinotga shakllanish haqidagi qadimgi faylasuflarning ilm-fanni ariq ko'rinish qilgan bir qator nazariyalarni misol tariqasida ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Xulosa shuki, islom dini tunji vahiy farmonini o'qu deb boshlagandan e'tiboran bilim ma'rifatni tashabbus qilib kelmoqda. Shundoqla ayol deb ayirmasdan foydali ilmlarni o'rganishni har bir musulmon shaxsga farz qilib bekitgan. Şuna o elib kelgan vahiy haqiqatlarining inson amaliyatining mahsuli bo'lmish ilmiy haqiqat va sog'lom asosga ega nazariyalar bilan to'qinish qilishi asla mumkin emasdir. Aksi bo'lgandimi ham shundoq. Mana bu islom dinining, jumladan islom aqidasining ilm-fan va aqliy haqiqatlarga tutgan o'zgarmas maydonidir. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-qism yagona yaratquchi. 201-bet İslam aqidasining alohidaliklari. Yuqorida islom aqidasining manbasi va aqlning islom aqidasi tutgan o'rni haqida to'xtalib o'tdik. Tövəndə biz islom aqidasining boshqa aqidalardan farqlanib turgan xosligi va alohidaliklari ustida to'xtalmoqchimiz. Gerçi islom aqidasining o'ziga ideologiya va aqidalardan farqlanib turgan xoslik va alohidaliklari intayin ko'p bo'lsa-mu, biz bularning ichida faqat gavlikrak deb qaralganlarni bayon qilib o'tamiz. Birinchi, ilohiy aqida. Islom aqidasining xosliklaridan biri uningda ko'rsatilgan barliq asoslar va prinsiplarning manbasi ilohiy vahiydir. Islom aqidasi Qur'on va sahih hadisdan iborat saf vahiyni manba qiladi. U o'z ichiga olgan Allohning ism va sifatlariga doir masalalar, oxirat olimi va uningdagi mukofot jazo, insoniyatning oqibati va kelajakka qatorliq masalalarning hammasida faqat vahiy elib kelgan shaksiz xabarlarni asos qilgan. Aqidaning bayon qilish va izohlash metodi, Qur'oni
qaysi şekilde bo'lishdan qat'iy nazar, onunğa insonning qarashi qo'shilmagan bo'lib, hadislar orqali payg'ambar alayhissalomning kelgan aqida masalalarimi sap vahiyning mahsulidir. İslam aqidasida payg'ambar faqat vahiy qilinganlar yetkazuvchidir. Uning aqida masalalarida o'zining fikrini o'ttirib qo'yish, aqida masalalarini vahiydan sirt ixtiyorchi izohlash, yo'qni qo'shib qo'yish yoki barini kemaytirish huquqi yo'qdir. Muhammad alayhissalom Qur'on Karim o'z guvohlik berganidek, o'z nafs xohishi bo'yicha so'zlamaydi. Faqat uningga nozil qilingan vahiyni so'zlaydi. Necm surasi 3-4 oyatlar. Payg'ambarning mas'uliyati faqat tushunishlik qilib yetkazishdir. Ankabut surasi 18 oyat. Allah Taala payg'ambar alayhissalomning haqiqatlarni aynan yetkazuvchi ekanligini muayyanlashtirish bilan birga, uning vahiy orqali to'g'ri yo'lga boshlovchi zot ekanligini muayyanlashtirgan bo'lib, Allah mundaq deydi. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubhasizki, sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. U osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Shura surasi 52-53 oyatlar. Demak, Payg'ambar alayhissalom hadis shariflar orqali olib kelgan barliq aqida ta'limotlarimi Qur'on Karimning muayyanlashtirishi bilan vahiyni manba qilgandir. Shunga Alloh taolo vahiyni aynan yetkazmaslik, yo'qni qo'shib qo'yish yoki barini to'liq yetkazmaslikdagi har qanday o'zgarishni payg'ambarning vahiyni yetkazish majburiyatini ado qilmaganligi deb hisoblagan edi. Alloh taolo bu xil qilmishlarning shaksiz jazoga loyiq ekanligini eskartib, payg'ambarga tövendagi xitob qilgan. Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkomlarning hammasini yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Allah haqiqatan kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Maida surasi 67-oyat. U olimlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Agar u Muhammad alayhissalom bizning nomimizdan yolg'ondan to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning jon tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'dab qola olmaydi. Haqqa surasi 44-46-oyatlar. İslam aqidasining ilohiy manbani asos qilishdek bu xosligi, shundoqla inson tarafidan har qanday aralashtirilmalar, burumlashlar va o'zgartishlarning qo'shilishidan xoli sap holatida yetkazilishi uni boshqa har qanday din aqidalardan farqlantirib turadigan muhim xususiyatdir. İslam aqidasi bu nuqtadan ilohiy aqida bo'lish xususiyatini yo'qotgan o'zga samoviy dinlarning ko'rilganidek, insonlarning as qo'shishiga, ularning tuzatma berishiga, o'zgartishiga, qisqartishi yoki qo'shimchalarni qo'shishiga uchirmagan. Bu nuqtadan İslam aqidasi insonlar tomonidan o'tirg'i chiqarilgan turli falsafaviy ideyalar inson aqlining mahsuli bo'lmish mafkuralardan tamoman farqlanadi. Alloh taolo Qur'onni muhofazat qilganligi haqida mundaq deydi. Shaksizki, Qur'onni biz nozil qildik va biz cho'qim uni qo'g'daymiz. Hijr surasi 9-oyat. Qur'on Allohning vahiysi bo'lganidek, hadis sharif Qur'onning izoti va bayonidir. Allah payg'ambar alayhissalomga Qur'onni ato qilganidek, uning bilan birga uning sharhisi va tafsiri sanalgan hadis sharifni ato qilgandir. Allah müminlərə onun ayətlərini tilavat qıladigan, ularni gunohlardan pak qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on va sunnatni o'rgatadigan, o'zirdan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gunohlikda edi. Shura surasi 52 va 53-oyatlar. Yuqorqi oyatda qayd qilinganidek, Allah Qur'onni muhofazat qilishga va'da bergan bo'lib, Qur'on Karim oyatlari hadis shariflar orqali izohlanadi.
Qur'on bu nuqtadan bayon qilinuvchi, hadis sharif uning bayon qiluvchisidir. Bayon qilinuvchini muhafaza qilish albatta bayon qiluvchini muhafaza qilish orqali ishga oshadi. Demak, Alloh Qur'onni muhafaza qilgandek, uning bayoni bo'lmish hadis sharifni muhafaza qilgan. Şoňa hadis şerif tarixdan bilen köplegen suiqaslar aldyda hamisha Allah'ın zimindeki qorukçular bolmuş din alimleri, hadis ulemalary tarapyndan muhafazat kılınıp geldi. Sahih bolmagan hadisler her devirde sahih hadislerden ayrılıp çıkıldı. İslam akidesi ana şu Allah'ın muhafazat kılışı asırki Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerden ibaret saf vahiyini menba kıldı. Bu cihetten İslam akidesi birden bir ilahi akide buluşta xaslıqını saklagan. Tarix boyu insanlar tarafından özgertiliş yoki burumlanishdan salomat qilishdak aloyillikka yegona aqida bo'lib keldi. Ikkinchi, barqaror aqida. Islom aqidasi o'ttirg'i qo'ygan haqiqatlar ilohiy va ilmiy manba qilgan haqiqatlardirki, u toki qiyomatga qadar uli mustahkam, shaxlari baraqsan holatda turdi. U har qanday ziyodalik yoki to'liqlashni, amaldan qoldirish yoki kamaytirishni, o'zgartirish yoki taraqqiy qildirishni qabul qilmaydi va buning hech qanday ehtiyoji yo'qdir. İnsanlar moddiy taraqqiyotda ibtidoiy bosqichda turayotganda bo'lsin yoki hozirgi ilm-fan uchiqandek taraqqiy qilayotgan davrda bo'lsin, aslidagi barqaror holatidan tavrab qolmaydi. Zamonga kishilarning taraqqiyotiga beqib taraqqiy qilmaydi. U hamisha o'z xosligini saqlab qolishdek aloyiligi bilan toki qiyomatga qadar davomlashadi. İslam aqidasidagi barqarorlik uning Allohning huzuridagi vahiydan kelganligining natijasi bo'lib, Alloh o'zining barliq aqida belgilamalarini payg'ambar orqali yetkazib bo'lgan va o'zining dinini mukammal qilib bo'lganligini e'lon qilgandir. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Maida surasi 3-oyat. Allah öz dinini mukammal qilib bo'lganligini jakarladi. O'zi tarafidan kelgan vahiylarni yetkazgan elchisidimi huzuriga olib ketdi. Uning elchisi bo'lsa bu mukammal dinning dasturlarini ummatiga to'liq yetkazgan va jakarlagan holda ummati bilan xo'shlashdi. U Alloh huzuriga ketishdan avval mundaq vidolashgan edi. Sizlarga mendan keyin chin asılsanglar, mengu ezib ketmaydigan ikki narsani qoldirdim. U bolsumu Qur'on Kerim ve mening sünnetimdir. El-Mustadrak 318-hadis. Şeyh Albani isnadi sahih deb muayyanlashtirgan. Allah öz dinini muayyanlashtirdi ve elçisini huzuriga olib ketdi. Biroq bu mukammal dinning barliq o'zgarmas haqiqatlari toki qiyomatga qadar yetakchi va rahbar salohiyatida ummatga miros qoldi. Ushbu haqiqatlarning eng avvali islom aqidasidir albatta. İnsanlar üzlüksüz taraqqiy qilib turishi, tinmay alg'ilgilab yangi kashfiyotlarni barliqqa keltirishi mumkin. Lekin qancha taraqqiy qilib ketishidan qat'iy nazar, ular faqat ilohiy aqidaning yetakchiligi orqali baxt saodatni qo'lga keltira oladi. Shundan birga mazkur aqida insonning manfaatiga, baxtiyorligiga munosib taraqqiyotni asla cheklamaydi. Aksicha qo'llaydi. İslam aqidasining barqaror va o'zgarmas aqida bo'lishi insonning ma'naviy sofligi uchun bo'lsa, insoniy manfaatga munosib har qanday taraqqiyotni qo'llashi insonning yer yuziga o'rinbosar ekanligini, shundaqla yer yuzini obod qilish va gullantirishda haqdor ekanligini muayyanlashtirganligidandir. Mana bu uning har qanday din va aqidalardan farqlanib turadigan xosliklardan biri. 3. Mukammal aqida. İslam aqidasi mukammal aqida bo'lib, u bu nuqtada bir butunlikka ega. Uning mukammal va bir butun bo'lishi shuningdekki, u elib kelgan aqidalar romanizmchilarning tutgan yo'li kabi nuqul tuyg'uga tayanib isbotlanmaydi. Shunaqla xristian o'gitlarida men buning ishiniman, chunki bu aqlga to'g'ri kelmaydi. O'ylanishni qo'yib qaralash aql til, avval ishon, ondan bil. Avval ko'zingni yum, ondan menga agash deyilgandek aqlning aqidlarning mohiyati va maqsad nishonini tushunishga urinishini rad qilmaydi. Aql va uning rolini chetga qo'ymaydi. Aksicha aqida qilganda oldi bilan nima uchun aqida qilganini bilishni, faktni va dalilni asos qilgan holda aqida qilishni va aqida qilgan bo'yicha yashashni tashabbus qiladi. Shuningdek, u yana aqlni mavjudlik tugillarini yechishning birdan bir vasitasi qilib olgan oshqulliq aqliyatchilik ideyalarga yoki odamzod tarafidan o'tirib chiqilgan turli falsafa aqimlariga o'xshash tugal aqlga tayanmasdan insonning bilish o'rinlarining hammasiga birdek xitob qiladi.
Uning xitob qilish doirasi insonning tafakkuri, his tuyg'usi, mundaqcha aytganda qalb va aqlning har ikkisiga o'rtaqdir. İslam aqidasi bir butun aqidadir. U asla parchalanmaydi. U musulmonlardan o'zi elib kelgan aqidaning har bir tafsilotlarini dalil tayangan holda shaksiz va inkarsiz holda qabul qilishni talab qiladi. Shunga islomda aqlning ko'p qism mazmuniga iymon keltirib, oz qismini inkor qilgan kishi musulmon hisoblanmaydi. İslam aqidasida inson o'zi aqida qilgan va iymon etgan Allohning, shundaqla Allohning elchisining barliq ta'limlariga bir butun iymon etishi lozim. Öz xahishiga bo'ysunib, ixtiyor qilinganiga aqida qilib, xahishiga to'g'ri kelmaganni inkor qilishi to'g'ri bo'lmaydi. Buni qilish insonning Allohning haq ekanligini, payg'ambarning vahiy orqali olib kelganlarining barhaq ekanligiga doir ishonchi va va'dasi xilof bo'lib, buni qilgan kishi islom aqidasida musulmon emasdir. Shubhasizki, Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar, Alloh bilan uning payg'ambarlarining orasini Allohga ishonib payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ajratib o'tmoqchi bo'lganlar, payg'ambarlar elib kelgan vahiyning ba'zisiga ishonamiz, ba'zisiga ishonmaymiz deyichilar, uning, ya'ni iymon bilan kufrning orasida o'rta yo'l tutmoqchi bo'lganlar, ana shular iymonni da'vo qilgan taqdirdami rostlik kafirlardir. Nisa surasi 150-151 oyatlar. İslam aqidasini bir bütün deyişimiz, onun mevcutluktaki büyük meselelerinin hammasini izohlashda yegona bo'lganligidir. U ilahlik, kainat, inson, payg'ambarlik, oxirat va oqibat qatorliq barliq sohalarga munosabatli masalalarga kamil javob beradi. U insonning yaratilishidan tortib toki o'lishiga, hatto o'lgandan keyingi ahvollariga qadar munosabatli tafsilot va izohlarni beradigan mukammal aqidadir. İslamdan başqa aqidalarning ba'zilari insonlikqa oid masalalarga ahamiyat bersa, ba'zilari ilohiyatga doir masalalarga ahamiyat beradi. Ba'zilari payg'ambarga munosabat masalalarga ahamiyat bersa, yana ba'zilari dunyoviy masalalarga ahamiyat berib, oxiratga silqiraydi. Yana ba'zilari bo'lsa, oxiratga ko'ngil bo'lib, dunyoga silqiraydi. İslam aqidasida yuqorqilarning hammasiga o'rtaq ahamiyat berilib, har biriga ayrim o'rin ayrilgan bo'lib, bu xil tangpungsizlik mavjud emas. Bu nuqtadan qaragandimi, İslam aqidasi boshqa aqidalarga qaraganda butunlik jihatda mukammal va to'liq bo'lgan nazariya sistemasiga ega. 4. Ro'shan aqida. İslam aqidasi islom dinining asosiy prinsiplari va ulug' vakillik qiluvchi haqiqatlarning jamgoyi bo'lish bilan aniq, ro'shan va tushunishli bo'lib, uningda murakkablikka, tusiqlikqa o'rin yo'qdir. Uning shuari koinotdagi jimiy mavjudotni yaratgan, ibodat va sig'inishga arziydigan bir mukammal zot bor. U bo'lsa-mu intizom va mahorat to'lgan kangri koinotni yo'qdan bir qilgan, har shayni o'lchamlik va taqdir bilan yaratgan yegona Alloh bo'lib, uning sheriki, o'xshishi, ayoli, balasi yo'qdir, tangdossizdir degandan iborat. Mazkur tavhid aqidasi islom aqidasining javhari va negizi bo'lib, tavhid dalillari uchun inchik tafsilotlarga qadar ro'shandir. Chunki tavhid aqidasi oldi bilan aql orqali isbotlashni asos o'rin qo'ygan. U Allohning yagona zot ekanligini isbotlashda faqat islomning nazaridagi tegishli hukmni bayon qilish bilan kifoyalanmasdan, kuchli logikaga, ilmiy yakun, keskin hujjat va aqliy faktga to'yingan naqliy dalillar orqali ushbu tavhid aqidasining sog'lom aqlga munosib aqida ekanligini o'tirib qo'ydi. Shu sababdan u butkul insoniyatga o'zining keskin haqiqatlari orqali jang e'lon qilgan bo'lib, Qur'on Karim bu haqda mundaq deydi: Allohdan boshqa iloh bormi? Aytqinki, agar yo'q degan da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalillaringlarni keltiringlar. Naml surasi 64-oyat. Qur'on Karim yana mundaq deydi: Agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buzilardi. Arishning parvardigori Alloh ularning sifatlagan sifatlaridan pokdir. Anbiya surasi 22-oyat. Allohning bolasi yo'q, uningga barobar boshqa bir ilohmi yo'q. Agar bundoq bo'lsa edi, u chaqda her ilah o'zi yaratgan maxluqni yolg'iz egilaydi. Ba'zisini g'olib kelaydi. Allohga nisbat bergan narsalardan pokdir. Mü'minun surasi 91-oyat.
Mana bu dalillar boshqa har qanday diniy aqidalarda kelgan bayonlardan alohida ro'shan va mantiqlidir. Chunki mayli otashparastlik dinida bo'lsin, mayli qadimki buddizm aqidasi bo'lsin, yoki xristian va yahudiy aqidalarida bo'lsin, bu xil qanoatlanlik dalillar orqali o'z e'tiqodchilariga xitob qilgan, ergashishlarni bu xil kuchli qoidalar orqali aql ishlatishga, pokis orqali aqida qilishga chaqirgan ahvolni uchraqil bo'lmaydi. Aksicha ularda diniy aqidalar ustida tafakkur qilmay, e'tiqod qilishga, diniy prinsiplarga uning mohiyati haqida o'ylanmay turib ishonishga chaqirgan ahvollar ko'p bo'lib, aqidaga bu xil qarg'ilash ergashgan kishining aqli, qanoat va ro'shan xotirjamlik erishtirgan iymon alomatlaridan bahra ola olishini tasavvur qilish to'liq qiyin. Islom aqidasiga aqida qilgan kishi o'z aqidasini tushunib e'tiqod qildiganlar bo'lsa, mayli aqida jihatdan, mayli ruhiy jihatdan bo'lsin, ko'nglida hech qanday shak va gumon, dilg'ulluq va iniqsizlik his qilmaydi. Mohiyatini bilib, ondan aqida qilish bilan surishtirmayli aqida qilish orasida albatta osmon-zamin farq bor. Mana bu islom aqidasining javhari bo'lgan tavhid aqidasiga ro'shan haqiqatlardir. İslam aqidasiga oxirat va mukofot jazo haqidagi aqidalardimi bu xil ro'shanlikni ko'rib olaymiz. Mazkur aqidaning chiqish nuqtasi dunyoning mangulik qarorgohi emas, aksicha cheklik va o'tkinchi ekanligi, qanday ahvol yuz berishidan qat'iy nazar har kim qilmish etmishlari uchun hisob beradiganligi, har bir haqning o'z egasiga qaytariladiganligi, yaxshi ish qilganning yaxshiligi, yomon ish qilganning yomonligi hech qanday mukofotsiz yoki jazosiz qolmaydiganligi qatorliqlar bo'lib, mazkur fikrlarning ro'shan ideya asosiga ega, maydoni aniq, haq-nahaq tuyg'usi keskin aqida ekanligi o'zidan ma'lumdir. Tövendeki oyatda bu nuqta nihoyat aniq ifodalangan. Kimki zarrachilik yaxshi qiladigan Kimki zarrachilik yaxshi qiladigan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladigan, uning jazosini tortadi. Zilzala surasi 7 va 8 oyatlar. Shuningdek, biz yana bu xil ro'shan va aniq mavqani islom aqidasiga payg'ambarlikka munosabat aqidalardan ko'ra olamiz. Mazkur aqidada Allohning insonlar ichidan munosib elchini tanlab, uningga kitob nozil qilib, insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash va ularni haq yo'lga silish uchun avatishidimi ilohiy adolat va haq-nahaq prinsiplarini asos qilganligi diqqatimizni tortadi. Masalan, Qur'on Karim payg'ambarlarni avatishga hikmatlardan birining navoda payg'ambar avatilmagan bo'lsa, kishilarning keyinchi buni ozg'unliklarini oqlash uchun bahona qilganligi to'g'riliq to'xtalgan oyatida mundaq deydi. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etdim va itoat qildim degishlariga bahona bo'lib qolmaslik uchun itoat qiluvchilarga jannat bilan xush xabar berguchi, osiylik qiluvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdik. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Nisa surasi 165-oyat. İslam aqidasida payg'ambarlik bilan ilohlik orasidagi chek-chegara, mavqa aniq ayrilgandir. Payg'ambarlar insonlarning ishidan tanlanadi. İnsonning payg'ambarlik martabasiga yetishi bilan u ilohlik maqomiga ko'tarilmaydi yoki uningga iloh bilan teng muomala qilinmaydi. İslam aqidasida chek-chegarasi aniq bo'lgan aqidalarga o'rin yo'qdir. Shuning uchun Qur'on ko'plagan oyatlarida xristianlarning Isa payg'ambarni iloh darajasiga ko'tarib olishi, Yahudilarning Uzayr payg'ambarga xudolik martabasida muomala qilishi va Allohda bo'lmagan sifatni o'zingga chaplab, insondan balasi bo'lish, tek Allohga yarashmaydigan xato aqidalarni din qilib bekitib olganlik qatorliqlarni tanqidlagan edi. Qur'on Karim bundaq deydi: Yahudilar Uzayr Allohning o'g'lidir dedi. Nasaralar Masih, ya'ni Isa Allohning o'g'lidir dedi. Bu ularning og'ziga dalilsiz so'zdir. Ularning so'zlari ilgirki kafirlarning, ya'ni mushriklarning farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlarga o'xshaydi. Alloh ularga la'nat qilsinki, Allohning bolasi yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan botilga burilib, ular qandoqmi Allohning bolasi bor deb Allohga yolg'onni chaplaydi. Tavba surasi 30-oyat. Maryam o'g'li Isa faqat o'tgan payg'ambarlarga o'xshash payg'ambardir. Uningdan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil ayoldir. U ikkisi tomoq yeydi. Ya'ni ularning boshqa mahluqlarga o'xshash go'sht, so'ngak, tomir va paylardan tarkib topgan edi. Ularga,
Yani ularning etiqadining batılligiga oyatlarimizni qandoq bayon qilganligimiz qarag'in. Ondan ularning haqdan qandoq bosh tortganligiga qarag'in. Maida surasi 75-oyat. Yuqorqi oyatlarda boshqa dinlardagi payg'ambar to'g'risida kelgan aniqsiz da'volar qat'iy rad qilingan bo'lib, oyatlarda xristianlarning Isa alayhissalomning tabiati haqidagi Isa Xudoning o'zimi yoki Xudoning o'g'limi yoki u sap odammi yoki u ruhiy Xudo bilan birlashgan zotmi deganga o'xshash ta hozircha o'zlari orasida hal bo'lmay aniqsiz holatda olmush kelayotgan botil aqidalarga qarata keskin va aniq pozitsiya tutilgandir. İslam aqidasi keskin va aniq mavqeda turishda ana shundoq ro'shan farqqa ega bo'lib qolmay, o'zi o'ttirib qo'ygan aqida tafsilotlaridamu shundoq keskin va aniqdir. U aqidalarni bayon qilishda turli ilmiy uslub va andizalarni qo'llangan. Insonning sog'lom tabiatinimi, aql idrokinimi o'xshashla o'zining xitob obyekti qilgan. U yana insonning nazar obyektini koinotga, tabiatning mo'jizolik haqiqatlariga, shundoqla insonning o'zidagi ajoyibotlarga og'irishga undaydi. Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zidagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turganligi sening rostligingning dalili bo'lishga ularga kifoya emasmi? Fussilat surasi 53-oyat. 5. Real aqida. Islom aqidasi real aqidadir. Real deyishimizdagi sabab shuki, islom aqidasi o'ziga olgan masalalarda afsonaviylik, xurofotlik mavjud emas. U aqliy va naqliy faktlar orqali isbotlangan. Koinot va uningdagi jamiy mavjudotlar rostligiga doir iz alomatlarni ko'rsatib, mukammal qudratiga tasdiqlangan yagona Allohga aqida qilishga, uning tarafidan haq va to'g'ri yo'lni elib kelgan elchilarga iymon keltirishga chaqirdi. U yana insonning qilgan yaxshilik va yomonliklarining beso'roq qilmaydiganligini, qilingan har bir ishning berilgan har bir ne'matning so'roqi va hisob bo'lganligini eslatib, dunyo hayotining sinoq dunyosi ekanligini, natijasining ikkinchi olamda e'lon qilinganligini unutildirmaydi. Islom aqidasi bu nuqtadan oxirat hayotidan iborat insonning aqli va sog'lom tabiati inkor qilolmaydigan, shundoqla mumkin emasligini isbotlashga amalsiz qoldigan amalsiz bir haqiqatni vahiy orqali isbotlaydi. Mana bu insonning mangulik hayotga ega bo'lganligining kuchli bishoratidir. Ahiret hayatı münasebetki aqideler insanın ölüş bilanla hamma tugaydiganda xiyal qilib yaşaydigan ma'nisi va hayotini oxiratda Allohning rahmati va jannatiga erishishni o'ylaydigan ma'nili hayotga o'zgartirdi va o'zgartish imkoniyatining uning o'z qo'lida ekanligidan ta'lim beradi. Buning bilan insonning hayotiga umid ustiga umid, ishonch ustiga ishonch, ma'ni ustiga ma'ni qatadi. Yaratquchi bilan arziq aloqalarda yoki insonlar bilan bo'lgan munosabatlarda haddidan oshquchilarning yomon oqibatga qoldiganligini ogohlantirdi. Bu orqali uning bu dunyolik qilib olganim, etib olganim qiladi deydigan shaytoniy vasvasasiga aldanmay, hayotini yaxshilik, go'zallik va umid qoidalari bilan bezish kerakligidan ta'lim beradi. Shundaqla saodatli hayotni o'z tirikchilligi va emgak orqali qo'lga keltirishga rag'batlantirdi. Mana bu islom aqidasining real aqida bo'lishidagi sabablardan biridir. 6. Aktivlashtiruvchi aqida. Islom aqidasiga nazar tashlaganimizda uning inson aqli va tabiati ko'tara oladigan, aqlni qanoat hosil qiladigan, ko'ngilni rozilik tuyg'usida ma'qullik bildiradigan haqiqatlarga to'lg'anligini ko'ramiz. Bu aqida xurofiy tushunchalar, nuqul falsafaviy ideyalar mavjud emas. U elib kelgan ma'rifat va haqiqatlar insonning ichki dunyosiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Inson bu orqali o'zining dunyoga kelishining sababsiz bo'lmasdan, balki doim yaxshilik va haqiqat yo'lida kurash qilish, Allohga qulchilik qilish va barliqni uning atashga tayyor turish uchun ekanligini, shundoqla haqiqiy bandalik burchini ado qilishning zarurligini bilib ketadi. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun ruku qilinglar, sajda qilinglar, ya'ni tazarru bilan namoz o'qinglar. Yalğız Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Yaxshi ishlarni, ya'ni qish aqrabolarga sizlar rahim qilish, yetim misillarining beshini siylash, kechasi tahajjud namozi o'tash qatorliq ishlarni qilinglar. Allohning yo'lida pul millionlar bilan, jininglar bilan toqatinglarning yetishicha jihad qilinglar. Alloh sizlarni tanladi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar toqat qila oladigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Sizlar toqat qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu atanglar Ibrohimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam ushlanglar.
Allah sizlarni ilgari, ya'ni Qur'ondan ilgari kitoblarda musulmon deb atadi. Qur'ondami shundoq atadi. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishga va sizlarni kishilar guvoh bo'lishga tanladi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, Allohga yepishinglar. Allah sizlarning eganglardir. Allah nimaga yaxshi ega, nimaga yaxshi madadkor. Haj surasi 77 va 78 oyatlar. İslam aqidasining aksiflashtiruvchi bo'lishiga sabab bu aqida insonning qalbiga o'rnashdan sirat Parvardigori bilan bo'lgan munosabatda, shundaqla uning o'zi va atrofdagi insonlar bilan bo'lgan aloqalarda o'zgacha bir qurilma shakllanadi. Bu shundoq qurilmaki, aqida egasi Robbiga hammaga qodir, hammani bilguchi, hammani idora qiluvchi zot sifatida muomala qiladi. Har bir ishda uning roziligi va rahmatini ko'zlaydi. Uningga sig'inadi. Uningdan o'zga har qanday biriga bo'yin egish, itoat qilishni haqorat deb biladi. Uningga itoat qilish buyurilgan taraflarda bo'lsa, faqat Robbining itoat qilish buyrug'i qo'yilgani uchun itoat qiladi. Bu jihatda Alloh yo'lida Allohdan boshqa itoat qilishni mohiyatda Allohning o'ziga itoat qilganlik deb biladi. Uningga qulchilik qilishni dunyodagi haqiqiy erkinlik va ozodlik qilishning ochiqchi deb biladi. O'zining aqli, fikri, yangi yurish turishi va har bir ish harakatida uningdan o'zga har qanday bir maxluq yoki biror kuchning kontroliga tushib qolishdan, quli yoki asirga aylanib qolishdan jismini, aqlini, qalbini va ruhini yiroq tutadi. Bu vaqtda u o'zining shunchalik go'r his qildiki, uningdagi bu xil o'rlik tuyg'usiga hech narsa tangshilmaydi va ora tura olmaydi. Hammani o'z ixtiyorligi va erkin irodasi bilan qilishi kerakligini amaliyotda ko'rsatadi. Allohdan boshqa hech narsa uni bo'yin egdirolmaydi. U faqat Allohga itoat qiladi. Allohga haqiqiy muhabbatini taqdim etadi. Allohning sevgisiga erishish uchun tirishchilik ko'rsatadi. Uning roziligiga erishishni hayotidagi eng chong nishoni qiladi. Uningdan ayminadi. Uningdan qo'rqadi. Yana uningga umid bog'laydi. Uni suyadi. Shunga islom aqidasining xosliklaridan biri uning insonni har doim Parvardigor bilan bog'lab turadigan aktivlashtiruvchi hamda harakatlantiruvchi ijobiy aqida bo'lganligidir. Qalbiga islom aqidasi cho'nqur o'rnagan inson Parvardigori bilan bo'lgan muomalada yuqorqidek muvozanat qurib chiqish bilan birga Parvardigorining qudrat san'ati bo'lmish o'zi kabi insonlar bilan shundoqla tabiat bilan bo'lgan munosabatda alohida aktiv faoliyat turadi. Bu xil aqidaga ega inson Allohni sevganga o'xshash u yaratgan mo'jizotlarni uning uchun so'yadi. Allohni qanday so'ygan bo'lsa, uning tabiat va insonni iborat buyuk qudratining namoyandalarini u yaratganlik uchun so'yadi. O'zi bilan insonlar orasidagi munosabatga alohida ahamiyat berib, do'stlik, insoniy qarindoshlik, mehr-shafqat va hamkorlik asosida go'zal, inoq va ilg'or bir jamiyat kishilari bo'lish uchun tuhfa qo'shadi. Atrofdagi insonlarga mas'uliyat va astoydlik bilan muomala qiladi. Yaxshilik va haqqoniyat yo'lida bir-birini qo'llash, bir-biriga ega bo'lish, bir-biri bilan zulmga, adolatsizlikka qarshi hamdam bo'lishga chaqirishdek insonlik va dindorlik majburiyatini ado qilib turadi. Tinchlik, adolatni qancha so'ysa, zulm va nohaqchilikdan shuncha nafratlanadi va bu yo'lda kurash qilishdan qat'iy bosh tortmaydi. Islom aqidasi insonni ana shundoq o'zi bilan Robbi orasida, o'zi bilan insonlar orasida har vaqt aktiv, yaramli inson holatida turadigan qilib yetishtirdi. Dunyo va oxirat orasida muvozanatni saqlab, oxiratni obod qilish uchun amal qilishga qanchalik ahamiyat bergan bo'lsa, dunyolikni shuncha obod, shuncha taraqqiy qilgan holatda turib qurib chiqishga rag'batlantiradi. Bundoq iymon kishini emgakka, mehnatga harakatlantiradi. Shundoqla foydali kashfiyot va manfaatli ixtirolarni barliqqa keltirishga undaydi. Islom tarixida qad ko'targan sharliq madaniyat barpochilari bo'lmish yaramli musulmon ajdodlar o'zlarining ana shundoq aqidalik insonlar ekanligini isbotlab bergan bo'lib, islom mazoratidagi buyuk va sharliq namunlar ushbu aqidaning g'oyat zo'r sehriy kuchini farqli shaklda namoyon qilgan edi. 7. O'ttiral aqida. Islom aqidasi o'ttiral aqida bo'lishda xususiyati bilan boshqa har qanday din va ideologiyalardan alohida farqlanib turadi. Mayli biz islom aqidasi javob bergan ilohiyat, payg'ambarlik, taqdir va oxiratga doir masalalarga, mayli uningdan boshqa g'aybga aloqador turli masalalarga qaramayli, uning oshqulluq yoki pasiflikdan xoli aqida ekanligini ko'ramiz. İlahiyat meselelerini elip etsaq, İslam aqidasi tabiat sirtki sezgülері isbotlanmaganligi har qanday narsani inkor qilishga tayyor turgan xudosizlar, atizmchilar, dinsizlik tarafdorlari tabiat hodislariga, haykallarga, Qur'on toshlarga, hayvonotlarga, qushlar qushlarga, cho'qinuvchilar va ulardan boshqa ko'p xudolik aqidasiga doir kiradigan batil aqidalarga ishonishni targ'ib qiluvchilar orasida o'ttirahillikni saqlagandir.
İslam aqidəsinin hayatlıqның ma'lum bir qudret egasiga tayanmayla barliq kelishini aql sig'dirdigan, koinot va uningdagi aqlni hayron qoldiradigan tartib va intizomning bir ilohiy kuch tarafidan kelganligini idrok qilmaydigan, aksicha bularni tasodibiylikqa yoki isbotlash mumkin bo'lmagan allaqanday farazlarga bog'lash orqali yaratuvchining mavjudligini inkor qiladigan dinsizlikni rad qiladi. Shuningdek, bu aqida yana koinotning ko'plagan xudolarga taqsim qilib berish, yaratuvchining haqligini e'tirof qilib turib, uning qudrati va ilmini ojiz sanab, atalmish, uning ishiga aralashib, u qilib bo'lolmagan yoki yetishib bo'lolmaganini qilishib beradigan boshqa shirik ilohlarning borligiga aqida qilishi, shuningdek, xudoni inson, jin va hayvonot kabi ayoli va bolasi bor qilib ko'rsatishga xudolikning sha'ni qat'iy munosib kelmaydigan shirik aqidalarni keskin rad qiladi. İslam aqidasi yuqorqidek inkarchilik bilan mushriklik orasidagi barliq ideologiyalar orasida o'ttiral maydonni saqlagan bo'lib, o'zining barliq aqidaviy ta'limotlarini yaratish va boshqarishda hech nimani o'ziga shirak qilmay turib, cheksiz qudrat, mukammal sifatlarga ega bo'lgan yakkagona zotga aqida qilishning iborat tavhid prinsiplari asosida qurgandir. Aytqanki, men ibodat qiladigan, ham sizlarni uningga ibodat qilishga chaqirayotgan u Alloh yakkagonadir. Allah hech qanday maxluqqa muhtoj emas. Hamma maxluqot Allohga muhtojdir. Maxluqotlarga xos sifatlardan pak. Allah balaliq bo'lganmi emas, tug'ilganmi emas. Hech kim uningga tengdosh bo'la olmaydi. Ixlos surasi 1, 2, 3, 4 oyatlar. İslam aqidasi dinsizlik bilan ko'p xudolik aqidasi orasida o'ttiral bo'lganidek, yana Allohning ism sifatlari masalasidami o'ttirhal mavqedadir. U Yahudilar va ularning ta'sirini olganlarga o'xshash Allohni insonga xos sifatlari bilan sifatlamaydi. Shundaqla qadimki va hozirgi zamon falsafaviy iqimlarga o'xshash Allohning mukammalligini ifodalagan sifatlari bilan sifatlaganligini inkor qilmaydi. Aksicha Allohning hech bir mavjudlikka o'xshamaydiganligini ta'kidlash bilan birga, uning eng mukammal sifatlariga ega ekanligini muayyanlashtirdi. İslam aqidasi yana Allohga qorillarcha e'tiqod qilishni tashabbus qiluvchilar bilan hammani ko'z bilan ko'rib, aql bilan idrok qilish tashabbusidagi aqlning shaylarning mohiyatiga yetaklaydigan birdan-bir vosita ekanligini da'vo qiluvchi oshqin aqliyatchilar orasida o'ttirhaldir. İslam aqidasi qorillarcha e'tiqod qilishni tanqidlash bilan birga, aqlning bilish manbasi ekanligini muayyanlashtirdi va dalil isbotlar bilan tushunib bilgandan keyin ondan aqida qilishni tashabbus qiladi. Ammo shuning bilan bir vaqtda aqlning shaylarning mohiyati tegi-tagidan biladigan birdan-bir vosita e'tirof qilmaydi. Aksicha aqldan olqigan, aql mohiyatini bilishga ojizlik qiladigan narsalarning borligini muayyanlashtirdi. İslam aqidasi bu jihatda qorillarcha cho'qinish bilan aqlni chekdan oshirib ulug'lovchilar va hammani garchi shuning ichida moddiy qonuniyatga bo'ysunmaydigan narsalar bo'lsa-mu, cho'qim moddiy paket bilan isbotlashni da'vo qiluvchilar orasida o'ttirhaldir. G'ayb ishonish masalasidami İslam aqidasi sap vahiyni manba qilmagan asosda g'ayb ishlarni da'vo qiluvchilar, g'aybga paksiz holda anqirmayli ishini verib, ruhaniylikda chekdan oshiradiganlar va insonning sezgulari bilishga ojiz qilgan har qanday g'ayb masalani inkor qilgan materializmchilar orasida o'ttiraldir. İslam aqidasi bu jihatda garchi g'ayb iymon etishga chaqirsa-mu, ammo uning ishonchlik naqliy xabarlar orqali isbotlangan va keskin faktlar orqali dalillangan bo'lishini asosiy shart qiladi. İslam aqidasi yana payg'ambarlik masalasida o'ttiral bo'lib, u bir qism dinlarga o'xshash payg'ambarlikni ilohlik maqomiga ko'tarib chekdan oshirmaydi. Yoki payg'ambarlarni eng nachar va eng chakana odamlar sifatida ko'rsatib, ularni sha'nini bulg'amaydi. Yahudi va xristianlar muqaddas bilgan kitoblarda bu xil qilmishlar sodir bo'lgan. İslam aqidasi bo'lsa, payg'ambarlar Allohning insonlar orasidan tanlagan sarxil bandalari, insoniyatning ulgulari, Allohning insonlar ichidagi eng ulug' bandalari va elchilari deb muayyanlashtirilgan. Ular o'zlari avatilgan har bir ummat uchun Allohning yetakchi rahbarlari sifatida insonlar bilan Allohning orasini tutashtiradigan ko'rik rol o'ynag'uvchilardir. Ular insonlarning ma'naviyatini poklovchi, ularga yaxshilik va saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi hidoyat elchilaridir. Alloh bu vaqtda bunday deydi: Alloh farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. İnsonlardanmi kishilarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun elchilarni tanlaydi. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Haj surasi 75-oyat. Sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Allohning elchisi albatta yaxshi ulgudir. Ahzob surasi 21-oyat. İslam aqidasi yana insonga tutgan pozitsiyasidami o'ttirhaldir. Shunga insonni
Şuna insonni xudolaştıruvchilar, insonga ilohlik xususiyatini qo'shib ilohlaştıruvchiga o'xshab urinuvchilar, insonning o'zini o'ziga iloh qilib tiklab, o'zini kelgusining xo'jasi qilib qo'yuvchilar bilan insonning mustaqil iroda bo'lishini cheklaydigan, insonga go'yo payning harakatlanishiga ergishib chizilgan bu yoqqa o'xshash majburiy harakat qiluvchilardek muomala qiluvchilar aslida o'tir holdir. Islom aqidasida inson erkin irodasi yo'q mashina odam kabi harakat qilmaydi. Yoki u biror ijtimoiylikning yoki ma'lum iqtisodning quli emas, balki u erkin iroda egasi. Allohning ixtiyor qilgan yo'lni tanlashga qodir bandasidir. Islom aqidasida inson mohiyati ba'zi bir iqim va maslaklardek ma'lum bir shayga yoki tarafga tava qilib qo'yilmaydi. U sotsializmchilar aytgandek iqtisodiy jonliq emas. Marksizmchilar aytgandek ishlab chiqaruvchi yoki siyosiy jonliq emas. Yoki u Platonizmchilar aytgandek ijtimoiy jonliq emas. Balki koinotda muayyan martabaga, mavqega ega, g'oyasi va nishon bo'lgan alohida mavjudlik. Shundoqla Alloh tarafidan o'ziga topshirilgan omonatni muhofaza qilish uchun vaziflantirilgan mas'uliyat egasidir. Shubhasizki, biz omonatni, ya'ni farzlarni va shariat takliflarini osmonlarga, zaminga va tog'larga tanladik. Ular uni ustiga olmadi. Uning ig'irligidan qo'rqdi. Uni inson ustiga oldi. Inson haqiqatan o'ziga zulm qiluvchidir, haqiqatan nodondir. Ahzab surasi 72-oyat. Islom aqidasida inson zaminning o'rinbosari va xo'jasi bo'lishi bilan bir vaqtda Allohning bandasi va mulkidir. Uning barligi Allohga mansub. Uning koinotda o'ziga xos roli va mavjudiyati bor. U qonuniyat asosida yashaydi. Shundaqla irodasi va xohish asosida o'zini o'zgartirish orqali atrofini o'zgartiradi. Bu nuqtadan inson islom aqidasida ilohiy mutlaq iroda bilan shaxsiy iroda orasida muvozanat va tangpunglik qurish, o'tirallikni saqlash tarbiyatiga sahipdir. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha, Allohmi ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ra'd surasi 11-oyat. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ladi. Xohlagan odam iymon etsin, xohlagan odam kafir bo'lsin degan. Kehf surasi 29-oyat. Yer yuzidagi barliq hodisalar va o'zinglar uchragan musibatlar biz ularni yaratishdan burun lavhul mahfuzga yozilgan. Bu ish shubhasizki Allohga osondir. Hadid surasi 22-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-qism. Yagona yaratquchi. 224-bet. İslam aqidasi sohasida yozilgan vakil xarakterlik nadir asarlar. Yuqorida İslam aqidasining ahamiyati, roli, manbasi va alohidliklari bilan tanishib chiqdik. Tövəndə biz tarix davamida İslam aqidasining nazariy ulini tiklash, uni sistematik tunishtirib chiqish va sharhlash qatorliq jihatlarda alohida o'rni yuksak, ilmiy qimmati bo'lgan bir qadar nadir asarlarni tunishtirib o'tamiz. 1. Al-Fiqhul Akbar. Mazkur risola salaf solihlardan buyuk olim, mashhur 4 fiqh mazhabining asoschilaridan biri bo'lgan Imom Azam Abu Hanafiga mansub aqida risolasidir. Al-Fiqhul Akbar risolasi saodat davridan keyin ilmlarning oddiylikdan murakkablashish, turkumlashish, sohalarga ayrilish davrida maydonga kelgan tunji aqida risolasidir. Ushbu asar islom tarixida shariatshunoslik ilmining dastlabki andizlari, tadqiqot metodlari va ilmiy dalillash usulining ijodkori sanalgan mashhur 4 mazhab imomlaridan Imom Azam taxallusi bilan tanilgan Abu Hanifa Nu'man ibn Sabit ibn Rizutadir. Bu zot Hijriya 80-yili hozirgi Iroq davlatining Kufa shahrida dunyoga kelgan. U o'z davrida ilmiy yerismanligi, go'zal xarakteri, o'tkir farosati va taqvodorligi bilan ko'zga ko'ringan. Faqat din ilmiy sohasida emas, balki o'z davrining siyosiy, ijtimoiy sohalariga ham muhim ta'sirlarni ko'rsatgan buyuk zotlardandir. Imom Abu Hanifa fiqh sohasining o'zida ayni davr islom fiqh sunnasining yetuk namoyandalaridan sanaladi. Uning fiqh mazhabi islom tarixida o'tgan Abbosiylar va Osmoniylardan iborat buyuk ikki imperiyaning davlat qonuni bo'lishdek oliy imtiyozni qo'lga keltirgan bo'lib,
Abbasiylar davridan tartib taki bugungi kunga qadar dünya musulmonlari jamoatining 3dan 2 qismining fiqhiy mazhabini tashkil qilib turmoqda. Gerçi Al-Fiqhul Akbar cho'ng fiqhi nomidagi mazkur risolaning Imom Azamga mansub yoki emasligi qisman tadqiqotchilarning tadqiqot obyekti bo'lib kelgan bo'lsa-mu, asarning Imom Azamga mansub ekanligida ko'plagan mujtahidlar, jumladan Hanafi mazhabi vakilligidagi barliq ulamolar orasida ixtilof yo'qdir. Tarixdan buyon Imom Abu Hanifaning butkul islom dunyosida bo'libmi turkiy millatlar va jumladan Uyg'ur xalqi orasida shariat sohasi orqali to'nilib kelganligi hammaga ayon. Amaliyotda Imom Abu Hanifa fiqhiy ilmiy sohasida mustaqil tadqiqot egasi bo'lish bilan birga, u yana aqidashunos olimdir. U fiqhiga doir ilmiy tadqiqotini nuqul shariatchilik nuqtasidan olib borgan bo'lmasdan, balki dinni bir butun holda fiqhiy hukmi doirasiga qo'shib, kunimizdagi shariat ilmidan boshqa ilmlarni fiqhiy kategoriyasiga kirgizgan va bu ilmlarni sohalarga ayirib tadqiq qilishning ilmiy asosi va ulini yaratgan. U fiqhiy ilmga ayirib bo'lmaydigan bir turkum ilm sifatida qaragan bo'lib, uning nazarida islomning aqida va shariat qismlari fiqhining bir butun gavdasi tashkil qiladi. Bu jihatdan uning fiqhiy ilmga bergan ta'birimi keyingi va hozirgi davrlarda berilgan ta'birlardan tubdan farqlangan. U fiqhiy hukmiga ta'bir berib bundoq degan: Fiqhi insonning o'ziga nimaning foydali va nimaning ziyonli ekanligini bilishidir. Imom Abu Hanifaning yuqorqi ta'birida fiqhining ma'nosi mayli insonning ish harakati sabab bo'lsin yoki aqida e'tiqod nuqtasidan bo'lsin, xatolik yoki ozg'inlik tufayli shaxsni baxt saodatdan mahrum qo'yadigan yoki har jihatdan to'g'riliq va baxt saodatga erishtiradigan barliq narsalarni bilishdir. Ushbu ta'bir dinning aqida, shariat va axloq qatorliq jami sohalarini o'ziga olgan keng ma'nolik ta'bir bo'lib, Imom Azam bu orqali fiqhini Rasululloh va uning sahobalari davrida ko'zi tutilgan ma'nosi bo'yicha tushunishni ilgari surgan va aslilikni saqlashga uringan. Salaf solihlar davrida iymon bilan amal, aqida bilan shariat bir gavda altida bir hukm ostida jamlab tadqiq qilinadi. Ko'rilishi bo'ldiki, Abu Hanifaning qarshida fiqhiy ilmi faqat kishilarning ish harakatiga doir ahkamlarni bilishni ko'rsatib qolmay, shaxsning ish harakatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi aqida e'tiqodiga doir ahkamlarni bilishni ko'rsatdi. Abu Hanifa fiqhiy hukmining doirasi ichidagi yuqori qismlarni sohalarga ayirib muomala qilgan hamda dinning shariat va aqida qismini fiqhiy hukmidan ayirib qaramaslik tashabbusi bo'lgan. Uning nazarida fiqhini bilish dinni to'liq bilish bilan barobar edi. U yolg'iz shariat ahkamlarini tadqiq qiladigan sohani fiqhiy deb qaramagan, balki dinning barliq sohalarini fiqhiy kategoriyasi asosida tadqiq qilgan. Abu Hanifaning nazarida islom dinining aqida qismi dinning eng yuksak va oliy qismi bo'lib, dinning javhiri va ulini gavdalantiradigan bu qismni Al-Fiqhul Akbar cho'ng fiqhi nomi bilan atagan edi. Bu haqda Imom Abul Izzi Al-Hanafi mundaq deydi: Ilmning ulug'liq martabasining qaysi darajada ekanligi shu ilm orqali bilinadigan narsaning qaysi darajada ulug' bo'lishiga bog'liq. Shuning uchun dinning ana masalalari haqidagi ilm barliq ilmlarning ichida eng ulug'dir. Ahkam masalalariga doir fiqhiy ilmga solishtirganda, aqida ilmi dinning ana masalalarini, ya'ni aqida masalalarini tadqiq qiladigan ilm bo'lib, bu sababdan Imom Azam mazkur ilm ustida to'xtalgan hamda dinning ana masalalari to'g'risidagi mazmunlarni bir risolaga jamlab, uningga Al-Fiqhul Akbar deb nom bergan edi. Al-Fiqhul Akbar risolasi Imom Abu Hanifadan ikki xil yo'l orqali kelib kelgan rivoyatlar asosida xotirlangan aqida risolalarining o'rtaq nomidir. Shunga bu ikki xil yo'l bilan kelgan rivoyatlarni farqlantirish uchun olimlar asarni ikki nom bilan atagan. Natijada asarning Imom Azamning o'g'li Ahmadning rivoyat orqali kelib kelgan qismi Al-Fiqhul Akbar nomi bilan, Abu Hanifaning shogirdi Abu Muti al-Ballighining rivoyat orqali kelib kelgan qismi Al-Fiqhul Absat nomi bilan atalgan. Gerçi ikki risolada kelgan aqida haqidagi bayonlar dalillash va bayon qilish jihatdan farqlansa-mu, ammo mohiyatlik nuqtalarda bir-birini to'liqlagan deb aytish mumkin. Al-Fiqhul Absatda Abu Hanifa shogird Abu Muti'ning o'z davrida o'tirib chiqayotgan aqida haqidagi turli chekishlar va e'tiqod nuqtasidan bililish zo'r bo'lgan masalalarni so'rab so'ragan savollarga javob bergan bo'lib, Abu Hanifa javoblarda bir qadar pokitlik izohlarni o'tirib qo'yish orqali masalalarni aqliy yuksaklikda yo'ritib bergan. Ammo o'g'li Ahmad orqali rivoyat qilingan
Al-Fiqhul Akbarda bo'lsa, islom aqidasining negizi sanalgan asosiy masalalarga, shundaqla texi islom dunyosida yangidan bixlanayotgan yoki shu davrda umumlashish oldi turayotgan bir qator aqidaga xilof masalalarga islom aqidasida qanday ma'no qilinganligi, islom dinining bu vaqtda qanday aqida ko'rsatmalari borligi qatorliqlarni ta'limot shaklida ixcham, ammo ma'nosi cho'nqur bayonlar orqali sistemlik bayon qilgan. Al-Fiqhul Absadga qaraganda, Al-Fiqhul Akbarda tilga ilingan masalalar bir qator nazariy hukmlar aniq bo'lib, uningda islom aqidasiga asosli va zarur ta'limotlar chala qo'ymay bayon qilingan. Shunga bu asar keyingi aqidashunos olimlarning islom aqidasini tunish va bilishdagi sog'lom manbalardan biriga aylangan. Imom Azam Al-Fiqhul Akbar degan asarda tavhidning ul asosi va tavhid aqidasiga nimaning zid, nimaning uyg'un ekanligi haqida to'xtaladi. U yana imon va islom hukumining islom aqidasiga ta'biri, boshqalarni kofirga yoki fosiq chiqarishga shar'iy prinsiplar, bandalarning ish amaliyotidagi irodasi bilan Allohning yaratib berish o'tirisidagi munosabat qatorliqlarga alohida diqqat nazarini qaratadi. U yana Allohning ism sifatlariga doir aqidalarni tilga oladi. Allohni boshqalarga o'xshatish yoki jismlashtirish, antromorfizm qatorliq betashlikning islom aqidasiga zid kelganidek, Alloh va uning rasuli muayyanlashtirgan Allohning ism sifatlarini inkor qilishning o'xshashlar ism aqidasiga zid ekanligini o'tirib qo'ydi. U yana payg'ambarlikning haqiqat ekanligi, payg'ambarlarning ma'sumligi, ular elib kelgan mo'jizalarning haq ekanligi, avliyolarning karomatlarining haqiqatligi, oxiratda Allohni ko'rishning mumkinligi, qabr azobining, jannat va do'zaxning haqligi, bandalarning hisob elindiganligi, Havz-i Kavsarning haqligi, Allohning izni bilan payg'ambarlarning, siddiqlarning, rasullar va shahidlarning shafaat qilishining barhaqligi qatorliq aqidaning umumiy ul masalalari va oxiratga doir masalalar ustida to'xtaladi. Ko'rilishga bo'ladiki, Imom Azamning mazkur risolasi islom aqidasi haqida to'xtalgan dastlabki risola bo'lishi bilan aqida haqidagi eng dastlabki nazariy ta'limotlar o'tirib qo'yilgan muhim manbalardandir. Shuning bilan birga mazkur asar keyingi davrda aqida olimlarining diqqat va murojaat obyektiga aylangan bo'lib, asarning qimmati islom aqidasini negizliq bayon qilish va xulosalashdagi alohidagi qatorliq omillar keyingi har davr olimlarining bu risolani sharhlab chiqishini qo'ydigan. Shu sabab bilan bu asar ko'plagan olimlarning sharhlashi va tafsirlashiga nail bo'lgan. Sharhlar ichida 9-asr mujtahidlaridan Imom Mulla Ali ibn Sulton al-Qarining Minhur Rawd al-Azhar fi Sharh al-Fiqh al-Akbar nomli Al-Fiqhul Akbarga yozgan sharhi bir qadar ko'z ko'ringan va mo'tabar hisoblanadi.